Xo'p, bugungi mehmonimiz kim? Yoshlarga yo'l ko'rsatuvchi bir insonman. Urush foyda beradimi yoki bermaydimi? Yoki berayotgan bo'lsa, qanaqa foizda va kimga qo'llash kerak va kimga qo'llamaslik kerak? Va Webster o'qishimga imkoniyat yaratib berishgan. Websterda Shunaqa qaynotali ko'p bo'lsa. Masalan, kimnidir urgisi keldi deb chaqirib urdingiz. urgisi kelsa shunchaki urmaysiz. Yo'q, deb hammasi tayyorga. Deyarli. Qoyil. Yo'q, ustoz sifatida chaqirdi. Unda bu joydan qirqib tashlang. Ya'niki siz ham farzandingizni o'zingiz urmaysiz-ku, lekin ustozga qo'yib berasiz. Ha, ustozga qo'yib beraman. Men siz oldingizga keldim. Men o'zim suiqasd qilmoqchiman dedim. Qanaqa qutqarib qolasiz? Ota-ona bolasiga borgandan keyin men senga ishonaman degandan keyin bola o'z-o'zidan ko'zi chaqnashni boshlaydi. O'zi o'qituvchilarning eng zo'ri psixolog bo'ladi. Ko'rasizlar? Tushunay. Bilasizmi, o'tyapman hayolimdan. Shu ikkita farzandimni Navoiyga olib bersammi kelib turib. Navoiyda hamma meni Erkatoy ustoz deyishadi. Erkatoy Gulchi ustoz deyishadi. Nega Gulchi? Assalomu alaykum, hurmatli podkastimizni o'tkazmasdan kerak bo'lsa subscribe qilib, keyingisida kim chiqadi deb ko'rayotgan yoshlarimiz. Lekin bitta narsadan xafaman. Hozir mehmonimizni tanishtirishdan oldin sizlarga urg'u bermoqchiman. Bizani 98% insonlar hali subscribe qilmasdan turib tomosha qilar ekan. Iltimos, agar kelajakda shunaqa podkastlarni ko'rishinglar uchun albatta subscribe qilib, ya'ni o'sha bizaga qo'shilib olib, keyin tomosha qilishinglarni xohlardik. Sababi mana 350 mingga yetgan bo'lsa ham, lekin shunda ham 98% inson tashqaridan ko'rishar ekan. Iltimos qilardim bu narsani hozir boshishingizni. Xo'p, bugungi mehmonimiz kim? Tanishtirishdan oldin bir narsani aytmoqchiman. Bu insonni birinchi marta ko'rib turishim, ya'ni ijtimoiy tarmoqda ko'rganman, lekin yuzma-yuz birinchi marta ko'rib turishim. Endi nega bu insonni chaqirdingiz desangiz, bu har doim men aytaman, bizani podkastimizda bizaga jiz etgan, ya'niki ta'lim yo'nalishidagi muvaffaqiyatga erishgan yokida tadbirkor insonlarni yoki yoshlarimizni chaqiramiz va buni aynan ijtimoiy tarmoqda bu insonni ko'rib, to'xta, bu inson fidoyi inson ekan va bularni bizani Millat umidida podkastimizda ko'rishni istadik deb ijtimoiy tarmoqdan yozdim. Xo'p deb keldilar. Tanishing, Mohinur Nurboyeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Taklif uchun rahmat. Lekin har doim endi sizni taniganlar bo'ladi yoki tanimaganlar bo'ladi. Shuning uchun har doim birinchi muxlisimizdan asosiy mavzularga o'tmasdan oldin o'zingiz haqingizda qisqa aytib bersangiz. Men Mohinur farzandimda ingliz tili o'qituvchisiman, xalqaro darajadagi. Avval jahon tillarida, keyin esa Websterda o'qiganman. Hozirda esa ingliz tilidan dars beraman. Kontentlarimizni asosiy qismi yoshlarni faqatgina bilim olishi emas, bilimni hamma joydan olsa bo'ladi. Kerak bo'lsa chet eldan ham olish mumkin, har qanday insondan olish mumkin, ijtimoiy tarmoqlardan olish mumkin, lekin bizni maqsadimiz, meni maqsadim aynan mana shu yoshlarni ichini vatanga fidoyi qilib tarbiyalash. Vatanga fidoyi qilish, o'zini ustida ishlashni o'rgatish, avvalo o'zini yaxshi ko'rishi, o'zini yaxshi ko'rgan inson esa atrofni yaxshi ko'radigan inson bo'lishiga bir vositachi bo'lish. Bir so'z bilan aytganda, o'qituvchi pedagog, ya'ni yoshlarga yo'l ko'rsatuvchi bir insonman. Allohning fazli bilan. Agar imkoniyat bo'lsa, qaysi viloyatdansiz, qayerda o'qigansiz, farzandlaringiz bormi? Shu haqida ham ma'lumot ayta olsangiz. Navoiyda tug'ilganman. Navoiydagi bir kichkina qishloqchada tug'ilganman. Shaharda yashaganmiz. Shaharda avval 16-maktabda, keyin 1-litseyda o'qiganman. Litseyda 3 yil o'qib bo'lganimizdan keyin 2 yil jahon tillaridan o'qishdan yiqilganman. U paytlar 36 talik test, grammatika bilan kirardik. Yiqilganman. 2 marta yiqilishim ham. Pul bermabsiz-da? $8,000 so'rashgan. 1.7 ball bilan yiqilgan yerim $8,000 so'rashdi, lekin u paytda $8,000 ko'p edi bizni oilamiz uchun.
yo'q, bera olmasdik. Dadam har qanaqa holatda kelib, uyimni sotib bo'lsa ham qizimni o'qitaman degan, lekin men rozi bo'lmaganman. Chunki meni bilimim bor. Bilimi yo'q, pul bilan kiryaptim. Yo'q, men o'sha pul bilan kiradiganlardan ham kuchli bo'laman deganman. Va o'qishdan yiqilganimda ham 2 marta yiqilishimda ham bilimsizlik sababli bo'lmaganda. Birinchi yil o'qishdan yiqilganimda 26-savoldan boshlab 36-savolgacha 10 ta savollar bitta-bitta pastga tushib ketganman. Bu yoshlikda 26ni 27ga, 27ni 28ga, bular hammasi xayrga bo'lgan. Ikkinchi yil o'qishdan yiqilganimda esa sal bemalolroq borganman. Bilasiz, jahon tillarida odam ko'p, ichkariga kirisham ancha talato'p bo'ladi. Kirgunimcha soat 10 bo'lib ketgan, 12 gacha ishlab bo'lishimiz kerak. Menga 12 gacha ishlab bu desa, men bo'ldi 12 gacha ishlab bo'lishim kerak ekan deb 12 gacha ishlaganman. Boshqalar 2-3 gacha ishlaganini eshitganman. 12 da topshirganman, tariximni ishlashga o'sbet qilmaganman, taxmin qilganman. Tarixim juda kam chiqib ketgan 3-fanim, shuni hisobiga yiqilganman. Albatta isyon qilganman. Albatta xafa bo'lganman, yig'laganman. Lekin men bilmaganman-da bir kun kelib yoshlarga faqat bilim beruvchi ingliz tili ustoz bo'lishimni emas, faqatgina ustoz emas, balki ana shunday yiqilganlarni bir kun kelib suyaydigan inson bo'lishimni men bilmaganman-da. Chunki biz bandamiz, faqat va faqat bitta tarafni ko'ra oluvchimiz. Lekin har tarafni birday ko'ruvchi zot o'sha paytda menga mana shu narsani rizq qilib bermagan. O'sha jahon tillariga talaba bo'lishlikni. Jahon tillariga o'qishga kirdim. Qaytmadim, yiqilsang baland, osilsang baland dovurga osil, o'lganingni hamma ko'rsin deganda 3-yil ham o'sha joyga topshirdim va 3-yil kirdim. 4 yil yoqda o'qiganman. 4-kursni bitirib turmush qurganman. Turmush qurishim bilanoq vebstarga o'qishga kirganman. Oilam, turmush o'rtog'im, qaynona-qaynotam har doim qo'llab-quvvatlashgan. O'qiysiz, tamom, sizga har qanaqa sharoit yaratib beriladi deganlar va vebstar o'qishimga imkoniyat yaratib berishgan. Vebstarda shunaqa qaynona-qaynotalar ko'p bo'lsa. Vebstarda o'qish bilan birgalikda kichkintoyimiz ham tug'ilgan. Ham dars berganman bolalarga, ham kichkintoy, ham vebstar. Hammasini birgalikda olib borganmiz. Ijtimoiy tarmoqda videolaringizni ko'rdim. Videolaringizni ko'rganimda haqiqatda siz o'qitayotgan bolalarni ko'zida chaqnayotgan haybatni, o'qimoqchi bo'lishga intilayotgan xohishni ko'rdim. Bunda qanaqa strategiyalar qo'yyapsizki, hali so'zi boshida fidoyi qilib yaratish deb aytganingizda, hozir bu foizi kamayayotganga o'xshaydi nazarimda. Balkim sizni o'qishingizda ko'pdir, lekin bizani hozir shunchalik ko'p inson ko'ryaptiki, ko'rayotgan ota-ona, voy, men mana bitta kamchilik qilayotgan ekanman, voy, mana bitta muammoyim bo'lyapti degan fikrlar bor. O'sha narsani qanaqa to'g'riladingiz yoki qanaqa strategiya qo'llayapsizki, sizni yoshlaringiz shunchalik sizni yaxshi ko'radi. Chunki men u videoni ko'rdim. Tavsiya qilaman, men link tagida qoldiramiz, sizlar ham ko'rishinglarni xohlayman. Shu sabab o'zi asli chaqirdim Mohina. O'quvchilar yaxshi ko'rishadi. Juda qattiq yaxshi ko'rishadi. Chunki men o'quvchilarni faqatgina o'zi bilan ishlamayman, ota-onasi bilan ham ishlayman. O'quvchilar darsda o'tirgan paytda qaysidadir bir kuchli qora negativ energiya bo'ladi. Men uni topa olaman va o'zi bilan gaplashaman har doim. Va ko'pincha holatlarda men ota-ona bilan ishlayman. Ota-onalar bilan bizning ota-onalar gruppamiz bor. Ota-onalar gruppasi, o'quvchilar. O'quvchilar alohida, ota-onalar. Ota-onalar gruppasida men ularga tez-tez gapirib turaman. Siz bolangizga mana shunaqa holatda bugun past ishlayapti. Borib urib tashlash emas bolani. Chiqisi yo'q. Chiqisi yo'q. Sen past ishlading, lekin sen ilm yo'lida past ishlayapsan-ku. Chiqisi yo'q. Foizing bugun 20%, 100% 20% chiqibdi. Hech narsa qilmaydi. Zato sen ilm yo'lida ketyapsan. Men sen tarafman deb qo'ying bugun bolangizga. Deb turib ota-ona bilan ishlayman. Ota-ona bolasiga borgandan keyin men senga ishonaman degandan keyin bola o'z-o'zidan ko'zi chaqnashni boshlaydi. O'z-o'zidan. Va bolalarga har doim aytaman. Ilmni hamma joydan olsa bo'ladi. Hamma joydan olsa bo'ladi. Instagramdan, YouTubedan, boshqa joydan. Lekin mana bu joy qalb sakinat topadigan joyda hamma joyda ham topib bo'lmaydi-da. Ular meni oldimda haqiqatda sakinat his qilishadi. Va o'quvchilar dars qilmasa ham darsga keladi. Urib tashlasam ham darsga keladi. Shunaqa men juda yomon uraman. Katta armaturalarim bor, 2-3 ta.
ba'zida ikkitalab ham uraman, ko'karib ketishadi Buni qo'llar. hozir ko'rishsa, shu joyini eshitishsa, voy bu yaxshi ayol emas ekan-ku deydigan odamlar bor, lekin teskarisi ham ko'p. Yaxshi, baraka toping, yaxshilab uring deydiganlar ham Endi bor. urayotganda har doim so'rayman. Biror joyingda muammoing yo'qmi? Kasal bo'lishi mumkin, yuragida problema bo'lishi mumkin. Oldin ogohlantiraman. Mana bunaqa joyda vafot etib qolgan joylari bo'lgan. Ochiqchasiga aytinglar, kasal bo'lsangiz sargina menga ishora qiling, men o'zim tushunaman deb turib. Ha. Qoyilman. Lekin ko'rinishingizdan uradigan odamga o'xshaydi. Yo'q, uraman. Hattoki sizni o'qiyotgan yoshlar ham menimcha unaqa Bar dars qilsa kerak deb o'ylaysizda. Ular dars qilmasa ham kelishadi. Nima uchun? Chunki ular shunaqangi darajada meni yaxshi ko'rgandan ko'nglim og'rib qolmasligi uchun darsga keladi. Ustoz hozir telefon qilib, Nodir qani deb qolsalar men nima qilaman deydi-da, tayog'ingsan miyman, ustoz aytganlar, o'lsang ilmni ustida o'lyapsan deb aytganlar deb turib kelaverishadi. Siz hozir tajribangizdan urush foyda beradimi yoki bermaydimi? Yoki berayotgan bo'lsa, qanaqa foizda va kimga qo'llash kerak va kimga qo'llamaslik kerak? Urush hech qachon foyda bermaydi. Hech qachon foyda bermaydi. Bolaning ichki holatini bilish kerak. Chunki nima uchun bola vazifa qilmasligi mumkin? Ingliz tili kelyapti, pul to'layapti. Nima uchun dars qilmasligi kerak? Ha, u qiladi, u qilishni xohlaydi, lekin uni ichida qanaqadir bir muammosi bor. Yo ota-onasi bilan muammosi bor, yoki do'stlari bilan, yoki bir qanaqadir hayotida bir yaxshi ko'radigan qizi yoki yaxshi ko'radigan yigiti paydo bo'lganki, u darsdan sekin-sekin chetlashyapti. Biz ham darrovdan deylik, dars qilmasa darrov o'rtashamaymiz, yo'q hech qachon. Chaqiriladi, gaplashiladi, nima muammo? Agar u dadam bilan tortishib qoldim, oyim bilan tortishib qoldim deydigan bo'lsa, birinchi navbatda qiladigan ishimiz buni to'g'rilashlik bo'ladi. Chunki qachonki ichida tinchlik bo'lsa, shunda u dars qila oladi bola. Bo'lmasa hech qachon dars qila olmaydi. Shunaqa holatlar bo'lgan, bolalar o'zi murojaat qilishadi. Ustoz, siz bilan darsdan keyin 5 minut gaplashsam bo'ladimi? Ha. Ustoz, to'yib ketdim. O'zimni jonimga qasd qilmoqchiman degan bolalarning ichiga shunaqa xavfli fikrlar ham kirib oladi. Bolalarda men o'zimni o'zim o'ldirmoqchiman degan suiqasdli savollar ham bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ular ko'pincha ota-onasi bilan chiqisha olmagandan bo'ladi bu narsa. Ota-ona farzandiga yaxshilikni ravo ko'ryapman deb o'ylab, o'zlarining muhabbatini bolani ustiga bosim qilib yuborishadi-da. Sen qilishing kerak. Sen meni ishonganimsan. Sen meni ishonganimsan. Ota-ona keladi, bolasi bilan keldi. Administratsiya, bolalarim bor. Deyarli hammasi bitta joyda. Tekizdirib gapiradi. Men bu bolani qaragin, уже shu yoshida bu bola ishlayapti. Ham sertifikatini ham olib qo'yibdi. Buni jo'rasi men bu ishni qilgan. Ammo bundan umid qilyapman, o'zi bitta o'g'limiz bor, o'zi bitta qizimiz bor. Shunaqa darajada bosim, haligi bola, haybati bor bola kichrayib ketaveradi. Kichrayib, pasayib ketaveradi. Hattoki u bolaga ingliz tilasan, nimani bilasan deb savol berishga ham qo'rqasiz. U hozir bilgan narsasini ham hech qachon gapira olmaydi. Hattoki u ingliz tilida o'zini tanishtira olmaydi. Ota-ona ko'pincha bosim qiladi. U bosimni esa o'rgansin deb harakat qilsin deb muhabbat beraman deb qo'yib, o'sha muhabbatini bosim orqali yetkazadi. Bolaga bu yuk. To'g'ri yo'l qanaqa? To'g'ri yo'l, senga ishonaman. Yiqilsang ilmda yiqilibsan. Agar yiqilsang ham nimani ustiga yiqilasan? Kitobning ustiga, ilmning ustiga. Nima bo'pti? Yiqilsang yana atrofingda ilmli odamlar ko'payishni boshlaydi. Yana tajriba bo'lishni boshlaydi. Hech qisi yo'q. Bu normal holat deyishlik kerak. Bu yiqildi. O'tgan safar ham eplay olmagandi. Emas. Unday emas. Ota-ona bolaga faqat ota-ona emas, ular uni boshqaruvchiga aylantirgan. Bola xuddiki farzand emas, u qanaqadir bitta texnika, uni mexanizmini boshqarmoqchi bo'lishadi. Yo'q, u boshqarilmaydi. Unga faqat mehr beriladi. Ota-onaning vazifasi faqatgina farzandini noto'g'ri yo'lga kirib ketib qolsagina to'xta deb qaytarishlik. Biz shunchaki uni kuzatuvchi bo'lishimiz kerak farzandimizni. Shunchaki kuzatishimiz kerak, ichmayaptimi, chekmayaptimi, yomon bolalar bilan, haligi qizlar bilan, boshqalar bilan yuradigan yomon yo'lga kirmayaptimi? Bo'ldi, biz shunchaki uni qo'yib qo'yishimiz kerak. Hech qisi yo'q, bu seni taqdiring. Haligi aytayotgan urushdagi holat ham o'zi aslida bosim emasmi? Qaysi biri?
masalan kimnidir urgisi keldi deb chaqirib urdingiz. Urgisi kelsa shunchaki urmaysiz. Men aytyapman, birinchi navbatda psixologiyasi bilan ishlaymiz. Yo'q bo'lmayapti. Ota-onasiga telefon qilamiz. Yo'q bo'lmayapti. Keyin urib tashlaymiz. Bola 6 oy o'qisa, uzoq bir marta mendan tayoq yeydi. Bir marta tayoq. Yo'q, deb hammasi tayoq yegan. Deyarli. Qoyil. Bitta ikkitasi tayoqsiz ketgan bo'lishi mumkin. Psixologlarning gapi bor-ku, "Voy, sen yoshligida travma olgansan" deydigan narsalar, u nima bo'ladi? U ham xuddi shunday. Shuning uchun ham men 7-sinfdan kichkina bolalarni o'qitmayman. Umuman o'qitmayman. Chunki u bolalarni urish mumkin emas. Hattoki o'zimni farzandimni bog'chaga berganimda, bog'chapozga aytib qo'yganman. Mayli so'king. Chunki shunaqa darajada bola odamni asabiylashtirib yuboradi-da. Mayli so'king, lekin qo'l ko'tarmang. Hattoki urush yo'lda tursa, shunchaki urmoqchi bo'lib turib, mana qo'lingizni ko'tarmang deydi. Chunki mumkin emas. Bolaga bu ish qilish mumkin emas. Bola ko'tarilgan qo'lni eslab qoladi. Bo'ldi. So'zlar esidan chiqib ketadi. So'zlar, chiroyli gaplar yoki so'kinilgan gap esdan chiqib ketadi, lekin qo'l esda qoladi. Ertaga shunchaki otasi qo'lini ko'tarib gapirsa ham u qo'rqadigan bo'ladi. Demak, 7-sinfdan tepalarni o'qitasiz. O'sa bo'ladi, chunki ular aqli joyida va o'zi ataylabdan qiladi. Ataylabdan. U o'sha yo'lini tanlay oladigan yoshda, aqlini tanib olgan yoshda. Kichkina yo'lini hali bilmaydi u. Xatoligini bilmaydi. Mana shunaqa holat. Suiqasdlar ham ko'pincha bolani eshitmaslikdan kelib chiqadi-da. Bola jim bo'lib qoladi. Juda ko'p yoshlar. Men statistikani kecha ko'rdim. World Health Organization aytishicha 720 ming odam bir yilda suiqasd qilar ekanda. Bu degani 40 sekundda bir inson. Biz hozir 10 minutda gaplashgan bo'lsak, hozir 15 kishi уже tugatdi o'zini hayotini. O'sha qabrlarda, ularni qabrida nima yotibdi bilasizmi? Eshitilmagan qalbi yotibdi. Amalga oshmagan orzular yotibdi. Endi o'sha suiqasddan oldin nima bo'lgan bilasizmi? Minglab urinishlar bo'lgan. Bir marta dorini sinab ko'rmoqchi bo'lgan, bir marta mashinani yo'liga chiqmoqchi bo'lgan, u bir necha marta o'sha 9-etaj, 10-etajga chiqmoqchi bo'lib ko'rgan. Minglab urinish. Minglab fikr ketgan xayoldan o'zini o'ldirishlik uchun. Lekin eshitilmagan u. Chunki aytadigan inson yo'q. Ha, hozir biz rivojlangan davrda yashayapmiz. Minglab do'stimiz bor. Bitta Instagramga bir narsani qo'ysak, millionlab odam bizni eshitadi. Lekin bizga eshitadigan emas, bizga tushunadigan ko'zlar kerak. Millionlab tanishimiz bor, lekin bir muammo boshingizga tushsa, telefon qilib turib, "Kel, meni eshit, meni tushun" deydigan odam yo'q. O'sha o'limlarning orqasida 720 ming, bu oddiy son emas-da. Bir dona o'limning orqasida butun boshli bir oila turibdi-da. Butun bir boshli bir onani umidi, otani umidi turibdi. Yosh esa o'zini nimadir qilyapti. Nima uchun? Eshitilmaganlikdan. Men siz oldingizga keldim. Men o'zim suiqasd qilmoqchiman dedim. Qanaqa qutqarib qolasiz? Albatta, birinchi navbatda siz ichingizdan kechayotgan kechirmalaringizni eshitamiz. Etdim. Nima o'sha kechirma? Aytaylik, o'sha talabani dardi deylik. Sizga endi men misolimda emas, o'sha talaba kelib, tajribangizda bo'lganki, siz hozir buni aytyapsiz-da, o'sha tajribangizda bo'lgan voqelikdan nima bo'ldiki, siz qutqarib qoldingiz? O'sha rosa qiziq menga. Nafaqat menga, bizlarni ko'rayotgan hammaga. Yaqinda bir talaba keldilar. U kishi oilali. Oilada muammo bo'lgan. Endi biz ingliz tilida o'qitganimiz uchun oilali ham keladi, yosh katta ustozlar ham keladi. Faqat kichkina yoshlar emas-da. Ham talaba, ham oilali, farzandli bo'lish kerak, o'zini joniga o'sha suiqasd qilmoqchi. So'rasam, muammo oilada. Ayblov faqat turmush o'rtog'ida. Ayblov faqat turmush o'rtoq. Turmush o'rtoq shunaqangi darajada uni nazarida yomon insonki, men shunchaki uni eshitdim. Gapini oxirigacha eshitganimdan keyin oxirida dadam ham o'z yoshligida shunaqa bo'lgan deb qo'ydi. O'zi sezmagan holda. Dadam ham yoshligida oyimni urardi deb qoldi. Ichganda kelib urardi. Oyingda ayb bormidi? Yo'q, shunchaki ichib kelib urardi. O'sha menga kelgan qiz dadasiga farzand sifatida qaramagan. Dadasiga xotin bo'lib qaragan. Rafiqasi bo'lib qaragan. Haqqi yo'q edi. U
dadasi uni boqdi-ku, katta qildi, o'qityapti, boshqa qilyapti, turmushga beryapti, shunaqangi toza qilib, halol qilib katta qildi. Otaga ota bo'lib qaramagan. Onasini uruvchi, zulm o'tkazuvchi erkak sifatida qaragan. Kim u? Ona bo'lib qarayapti. Haligi erkakni ayoli bo'lib qarayapti. Endi, конечно, bunga shunaqa er keladi. Eri xuddi shunaqa. Dadam ham shunday edi dedi. Ana o'sha joyda men uni ushladim. Dadang shunaqa edi. Srazu kichkina konsultatsiya qildik. Tavba qildi, dadasini qabul qilishni xohladi, qabul qildi. Dadasini kechir, dadamga nisbatan juda ham ko'p nafratlarim bor dedi. Juda ham ko'p nafrat. Turmush o'rtoq chetda qolib ketdi, suiqasd chetda qolib ketdi. Dadasi bilan gaplashib oldi o'zi ichida. Dadaga borib bu gaplarni aytib bo'lmaydi, men aslan nafratlanaman deya olmaydi. Lekin o'sha narsani dadasiga aytayotgandek qilib ichida hamma narsasini chiqardik. Shunaqa qo'rqinchli gaplar gapiryapti otaga nisbatan. Men uni eshitayotgan paytimda sen otangga aytmayapsan, sen uni turmush o'rtog'i sifatida, bir ayol sifatida gapiryapsan. Endi sen uni otang deb qabul qil. Ota deb qabul qilishni boshladi. Esdan chiqib ketdi eri. Qachon inson suiqasddan o'zini to'xtatadi? Qachonki strelka inson o'ziga qaratilsa. Menda muammo. Alloh taolo bizni atrofimizdagi hammani bizga oyna qilib yaratdi. Men agar u xohlamaganda men eshitmasdim-ku. Agar u xohlamaganda meni qulog'imni nimadir qilib yopar edi, men eshitmasdim. U xohlamaganda shu narsa gapirtirilmasdi. Shu narsa boshqaga ham gapirtirilishi mumkin edi, lekin menga gapirtirildi. Alhamdulillah. Значит, men to'g'rilashim uchun bu narsani. Fokus har doim, strelka har doim inson o'ziga qaratilishi kerak. O'zi o'qituvchilarning eng zo'ri psixolog bo'ladi. Ko'rasizlar? Chunki biz o'zimiz mana shu narsalarni hammasini yashab o'tganmiz-da. Hammasini. Lekin siz bilan gaplashib turib, Mohinur yoshligida rosa shaddod bo'lgan ekan. Mana ham Mohinur degan qizim bor-da. Mohinur yoshligida rosa shaddod bo'lgan ekan degan fikr kelyapti. Rostdan shunaqami? Shunday bo'lgan. Shunday bo'lgan. Juda ham shaddod bo'lganman, juda erkatoy bo'lganman, dadamning erkatoy bo'lganman. Lekin hayotdagi qiyinchiliklar bosadi-da odamni. Odamni bosadi. Siz qanchalik o'zingizni topishni boshlasangiz, ichkaridagi mana kichkina Mohinurni topish boshlaganingizdan keyin siz atrofga qaramay qo'yasiz. Umuman atrof bilan ishingiz bo'lmaydi. Siz o'zingiz bilan o'zingiz haligi kichkina Mohinurni xursand qilish bilan ovora bo'lib yurasiz-da. O'zi maqsad ham shu. Bizni maqsadimiz o'zimizni sakinatimiz bo'ldi. Oxirigacha o'zimiz sakinatda bo'lishimiz kerak. Atrofdagilar uchun yaratilmaganmiz. To'g'risi, Navoiy viloyatidan sizdagi fikrlaydigan odam bilan kam gaplashgan ekanman. Menda shunaqa taassurot bo'lyaptiki, vodiyda katta bo'lgan qizga o'xshab gaplashayotganga o'xshayman. Juda ko'pchilik arab tili ustozmisiz deydi. Yo'q, arab tili ustoz emasman. Va hattoki kontentlarimni kuzatgan bo'lsangiz, birortasi bir Allohning nomini tilga olmaganmiz. Mumkin emas bu narsani tilga olish. Juda ham bir diniy bilim juda kuchli inson deb qabul qilishadi. Men bilan suhbatlashgan odam ham shunday deb qabul qiladi, suhbatlashmagan odam ham. Shunchaki esimizga keladi. Farzandim sizday bo'lsin, ismini Mohinur qo'ydik. Sizday iymonli, e'tiqodli bo'lsin. Meni iymon e'tiqodim qayerdan bilishyapti? Men u narsani deyarli ko'rsatmaganman hech kimga. Hech qachon hech kimga ko'rsatmaganman bu narsani. Faqat atrofimdagilar ko'rgan. O'zimning yaqin do'stlarim. Abdukarim aka bitta gaplari bor-da, hozir esimga tushib qoldi. Hali aytganimdek, Alloh xohlar ekanda, shu bandani sevdim deb farishtalarga buyurar ekanda. Keyin farishtalar boshqa insonlarning quloqiga kelib, Alloh bu bandani sevdi, sizlar ham sevilaring degan. Balki o'shani hisobigadir qolgan hamma insonlar bu insonni, to есть sizni boshqa insonlarga iloh ko'rsatish. Shunday vaqtlar bo'ldi. O'quvchilarni o'qitdik, natija qilyapmiz, natijalar zo'r bo'lyapti, lekin juda ko'p muhokamalarning ichida qolib ketdik. Juda ko'p. O'quvchilarga sertifikat sotib beradi, sotib olish imkoni bormikan bilmayman, lekin bu narsani to'g'risi. Ko'pchilik so'rab keladi, men bilmayman deyman, chunki bu halol yo'l emas sotib olish. Aynan qaysi sertifikat? Malta levelni. Sotib berishadi, o'qilishadi, Yo'q. IELTS sotib olish haqida kelishmagan, lekin o'qitish haqida kelishadi, lekin sotib olish haqida kelishmagan biror marta. Sotib olsa bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb bizni
sotib olishlikda, ana shu sertifikatlarni yolg'ondan olib berishlikda, bizga sertifikat kelyapti, bular rol o'ynayapti deb turib bizni muhokama qilishganda, o'sha narsani ustida azizlandik. O'sha narsani ustida. Nimada muhokama bo'lgan? Faqatgina dars, faqatgina ustozlikda emas. Nimada siqilgan bo'lsam, shunday bir vaqt bo'lgan, juda qorong'ulik bo'lganda hayotimning bir davrida, nimada siqilgan bo'lsam, ana o'sha joydan gullar chiqqan. O'sha joy hozir katta bog' bo'lganda, nimada ezilsangiz o'sha narsada aziz bo'lasizda. Shunaqangi darajada insonlar yaxshi ko'rishadi. Shunaqangi darajada bizni gapirishadi. Ular kichkina joyga gapiradi. Siqilaman eshitganimda. Nimaga bunchalik qoralashga harakat qilishadi? Nimaga bunchalik yomon ko'rishadi? 10 kishiga, 15 kishiga ayta olishadi, lekin Alloh taolo 10 ming, 15 ming qilib menga aziz qilganini ko'rsatadi. Aziz qilishni hammasi mana shuning orqasidan kelyapti deb o'ylayman. Shuning uchun juda sabrliman-da. Juda sakinatdaman. Kimdir tuhmat qilsa ham, vau, zo'r narsa kelyapti. Shunaqa zo'r narsa kelyapti. Robbimdan ko'tara olmay qolsam kerak. Chunki bu tuhmat juda katta tuhmat bo'lyapti. Katta tuhmat kelyapti. Tuhmatga shu qadar tuhmatni isbotlab bera olmaysiz-da. Uning uchun ichki ishlar qilish kerak, boshqa qilish kerak, yurish kerak-da, bosh og'riq. Men aytaman, shunaqa og'rityapti tanamni, shunaqa zirqiratyapti bu tuhmat menga nisbatan qilinayotgan. Men aytaman, значит, shunaqa darajada go'zalliklar keladi. Shunaqa darajada yaqinda men aziz bo'laman. Haqiqatan shunaqa fikrlash rosa inson uchun foydali. Ya'ni jamiyatda bizani ko'rayotgan hammaga tavsiya qilib qolaman. Bu eng zo'r strategiya. Har bitta yomonlikdan yaxshilikni yaratish. Qancha ko'p kurashsangiz, sizga tuhmat qilinganga, sizni muhokama qilgan insonga nisbatan qarshi chora ko'rsangiz, qancha kurashsangiz, bu kurash hech qachon tugamaydi. Avval fizический urush bo'ladi, keyin ichki kurash, o'zingizni yemirasiz, kasalliklar o'z-o'zidan yuzingizdan nur ketishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki norozilikda bu. Bu taqdir, aynan shu qilinayotgan tuhmat ham o'zimiz bo'lmaydi-ku. Yozilganki bo'lyapti. Yozilganini ko'ryapman. Bo'ldi. Men hech narsani o'zgartira olmayman. Qalamlar allaqachon qurib bo'lgan. Hali sakinat degan so'zni ishlatdingiz, ko'p ishlatdingiz. Aynan shu xotirjamlikni yoki sabrni ko'tarishda yoshlarimizda qanaqa holat bo'lyapti va unga qanaqa yechimlar qilyapsiz degan fikrlar hayolimni to'xtatmay so'ra deyapti. Ular juda sabrsiz. Ular hamma narsa birdan bo'lishini xohlaydi. Hamma narsa birdaniga mashhur bo'lish kerak, birdaniga boy bo'lish kerak, birdaniga muvaffaqiyatli bo'lish kerak. Yo'q, hech narsa birdaniga bo'lmaydi. Qachonki anglab yetishni boshlaganda, ichkaridagi o'zini topishni boshlaganda bo'lishni boshlaydi. Muvaffaqiyat ham, boylik ham. Boylik xohlaydi. Xo'p, boylik, pul. Aslida o'sha pul kim uchun yaratilgan? Mana shu dunyodagi hamma ne'matlar kim uchun? Banda uchun. Men kimman? Men bandaman. Bo'ldi, meniki deyish kerak. Bo'ldi, pul kelish boshlaydi. Muvaffaqiyat o'xshamayaptimi? Har bir qiyinchilik ortida yengillik bordir. Va albatta har bir qiyinchilik ortida yengillik bordir deb 2 marta aytilyapti. With every difficulty there is relief. Keldimi qiyinchilik? Всё, ikkita keladi yengillik. Chunki bu biz rad eta olmaydigan, yoqsak yonmaydigan, cho'ktirsak cho'kmaydigan kitobda yozib qo'yilgan. Shunday ekan, nimaga xavotirdaman? Yoshlarga ham shu narsani aytaman. Kimdir meni oldimga kelib, nimadandir siqilayotganini yoki yiqilganini aytsa, qo'yvor. Taqdirni sen boshqaruvchi emassan. Biz o'zimiz bilmagan holda taqdirimizni boshqarmoqchi bo'lamizda, haqqimiz yo'q aslida bu narsaga. Biz taqdirni boshqaruvchi emas, biz shunchaki o'sha taqdirimizda rol o'ynab beruvchi bir vositamiz, tamom. Lekin taqdiringizni qanaqa bo'lishini bilmaganingiz tufayli ko'p yoshlarimizda teskari holat bo'lyapti-da. Menda taqdirimda yozilgan, nima bo'lsa bo'ladi. Tak что deyapti. Anaqa hech narsa qilmasdan yotsam ham o'sha narsa bo'ladi degan kutilmasi bor.
ya'ni natijani sababsiz ko'rish deyman deyman. Sabablarni qilmayapti, uni noto'g'ri talqin qilib noto'g'ri tushunayotganlar bor-ku. Ana shu ham eng yomonida. Agar menga kimdir shu gapni aytsa, men aytaman, ana shuda aslida tashab qo'yilganlik. Shunchaki sen tashab qo'yilgansan. Bo'ldi. Ana shunisidan qo'rqish kerak edi. Taqdir demak uni ana shu dangasa holatga kelib yotib olishi, unga taqdir qilinganini o'zi qo'rqinchli-da. U bu narsada yotib olib, "Afsyo, menga taqdir shu berilibdi, bu meni taqdirimda bor ekan." Yotib olish emas. Nimaga menga taqdir berilar ekan? Yo'q, men harakat qilaman, yo'q, men kurashaman. Men rad etilsam, men qadam tashlayman. Men birinchi qadam tashlaydigan inson bo'laman deyish kerak inson. Shunchaki yotib olib, taqdirim shu. Yo'q. Yo'q. Ha, o'tmishda bo'lgan bo'lsa, ha. O'tmishda bo'lganga biz rad etishimiz mumkin emas. Lekin kelajak qorong'u-ku. Men shuni o'zgartirishga harakat qilib ko'rishim kerak. Men bitta sababchi bo'lishim kerak. Nimadadir sababini qilishim kerak. Sababini qilmasa hech narsa bo'lmaydi. Hech qachon bo'lmaydi. Hozir o'qitayotgan talabalaringiz ichida qaysidir bola o'qimadi yoki aytganingizga erishmadi. Mayli, urib ham ko'rdingiz, boshqa ham qilib ko'rdingiz. Hech bo'lmadi. Nima qilasiz? Yo'nalishni o'zgartiramiz. Chunki har bitta insonga 22 ta aminokislotalar beriladi-da. Men buni kitobda o'qiganman. Hamma o'zini yacheykasini topish kerak-da. Kimdir influencer bo'lish uchun, kimdir rassom bo'lish uchun, biz bilmaymiz. Demak, u ingliz tiliga o'zi harakat qilyapti, lekin o'xshamayapti. Yana harakat qilyapti, yana o'xshamayapti. Yana harakat qilyapti, yana o'xshamayapti. Demak, uni yo'li bu emas. Tava yo'lingni o'zgartir deyman. Yana senda nima qiziqish bor? Ko'pincha siz aytayotgan holat kimda bo'ladi? Ota-onasi tarafidan majburlab jo'natilganlarda bo'ladi. Yo, sen ingliz tilini o'qiysan, tamom vassalom deydiganlarda bo'ladi. O'zi xohlab kelgan kishi yiqilsa ham hech narsa qilmaydi. Yana o'qiyman deb davom etib ketaveradi. Lekin ingliz tili ham o'zi aslida aytilayotgan o'sha yo'nalishi sohasi emas, faqat vositasi-ku. Ya'ni rassom bo'lmoqchimi, influencer bo'lmoqchimi, ingliz tilini bilsa, tezroq yuqoriga chiqish imkoniyati yoki o'sha sohada zo'r bo'lish imkoniyatini yaratish emasmi? Aslida shunday, lekin shunday ekanligini hamma yoshlar ham bilmaydi. Men har doim aytaman-da, bozorda savdogar bo'lib ishlashni xohlasang ham, aytadi bolalarim aytadi, dadamning bizneslari bor, restoran bizneslari bor, boshqa bor. Baribir ingliz tili kerak. Ingliz tili kerak. Lekin boshqa fanga keladigan bo'lsa, kimyo, masalan, biologiya, unda o'xshamayaptimi? U yo'nalishni o'zgartirib ko'rish kerak. Ingliz tilini esa hech bo'lmasa so'zlashish uchun bilish kerak. Hech bo'lmasa chet elga chiqqanda, men har doim kulaman-da, shu chet elga chiqding, hojatxonani so'rashing kerak, lekin sen so'rashni bilmaysan. Ana shu eng katta failure deyman-da. Hech bo'lmasa shuni o'rgansa, ustoz faqat shuni o'rgansak bo'ldimi deydi. Ha, shuni o'rgansang bo'ldi deyman. Hech bo'lmasa suhbat uchun kerak-da ingliz tili. Lekin boshqa yo'nalish bo'lsa, o'xshamayaptimi, sразу yo'nalishni o'zgartirish kerak. U bu uchun yaratilmagandir. Men bir nechta odam ko'rganman. Kerak bo'lsa sertifikatlari ham bor. Shogirdlarimiz orasida ish so'rab keladi, boshqa qiladi. IELTSdan 8 bitta kishi keldilar-da. Umuman yo'lini topa olmayaptilar. Umuman IELTS 8 bilan men aytdim, IELTS 8 bilan siz bilasizmi dedim. Blog yuritsangiz bo'ladi, Instagramda bloger bo'lsangiz bo'ladi. Ingliz tilidan heklarni berib turib, qanaqa zo'r qilib tashlasangiz bo'ladi desam, baribir o'xshamaydi deyaptilar-da. Chunki u o'z ingliz tilini xohlamaydi. Shunchaki o'sha 8 ni kimdir uchun olgan. Yo onasi xohlagan yoki dadasi xohlagan, kimdir uchun olingan u narsa. Yoki hamma olyapti ekan, olgan. Nimani yaxshi ko'rishini, nimaga qiziqishi bor bo'lishini birinchi topish kerak. Men ota-onalarga savol beraman. O'xshamayaptimi? Umuman o'xshamayaptimi? Ichkarida oilada muhit qanaqa deyman. Siz qo'llab-quvvatlovchimisiz yoki boshqaruvchimi? 99% holatda boshqaruvchi bo'lib chiqadi ota-onalar. Hech ham qo'llab-quvvatlovchi bo'lmaydi. Qo'llab-quvvatladik, xona qilib berdik biz unga, sharoit qilib berdik, Wi-Fi ga pul to'lab beryapmiz, qimmat qo'liga telefon berib, bu qo'llab-quvvatlash emas. Bu shunchaki sharoit yaratib berish. Hozir hammada bu narsa bor. O'qiyman degan odam kerak bo'lsa, kutubxonaga chiqib turib ham o'qiyveradi. O'qishni xohlagan odam uchun uyda обязательно katta xona-yu, Wi-Fi bo'lishi kerak emas. Bizda bo'lmagan masalan shu narsalar. O'qish xohlagan odam ko'chada kerak bo'lsa, yerda gazonda ustida o'tirib ham o'qiydi. Ana shunday narsa. Birinchi navbatda ichki xohishini topish kerak. Ota-onalarga savol beraman. Farzandingiz o'sha 3 yoshgacha bo'lgan davrda nimalarga qiziqar edi?
nimalarga qiziq. Kimdir masalan men o'g'lim mashinalar, bilmayman, 100 ta mashina bo'lsa kerak. Menimcha hamma bolani 100 ta mashinasi bo'lsa kerak kichkinaligida. Shunchaki o'ynamaydi, ichini ochadi, hamma devicelarni ko'rib chiqadi, xuddi shunday qilib qaytadan joyiga qo'yadi. Men aytaman, точно muhandis bo'ladi. Точно bu mashina bo'yicha muhandis bo'ladi. Hay, mayli, GMni direktor bo'lsa, xo'p, men o'g'lim deb qo'yaman. Men bilmayman, lekin men juda e'tiborliman. Nima qilyapti? Может, futbol. Yo'q. Masalan, o'g'limning farzandi, u mashinalarga hech qachon qaramaydi. U ham o'g'il bola, bu ham o'g'il bola. Mashinalarga umuman qaramaydi. Har xil to'plari bor uyda. Faqat futbol. Dadasi har doim xohlagan futbolist bo'lishlikni-da. Ana shu narsalarga ham bog'liq ko'p narsa. Farzand shunchaki o'zi katta bo'lib qolmaydi, uni kuzatish kerak. Tarbiya degani faqatgina u xohlagan narsasini sotib olish emas, farzandni kuzatish kerak. U nimalarga qiziqyapti, u nimani yaxshi ko'ryapti. Biz uni katta bo'lganda yo'naltirishga yordam berishimiz kerak. Nega aynan 3 yosh? Endi men xitoylik bir insonni kitobida o'qiganman, 3 yoshgacha shunday qilishlik kerak deb. Shuning uchun 3 yoshgacha televizorda arab tilidagi narsalarni qo'yib qo'yganman, o'zim ingliz tilida gapirganman, ruscha bog'chaga berganman. Hech qaysini uddalab gapira olmaydi. Lekin bu zo'r. Siz hozir unga ingliz tilida gapirsangiz ham tushunib turadi, lekin javob qaytara olmaydi. Rus tilida gapirsangiz ham tushunib turadi, yaxshilab javob qaytara olmaydi, lekin hammasini tushunadi. Bir kun hamma tilda birdan gapiradi. Men shu narsaga ishonaman. Mana qarang, siz hozir farzandlarni o'sha xohishidagi holatda ko'rish kerak degan paytda har bir davr solishtiramiz-ku. Masalan, biz o'zimizni davrimizni solishtiramiz, lekin hozirgi yoshlarimizdagi davrda aksariyat yoshlarda bizdan ko'ra bir 10 baravar imkoniyat bor-da, lekin qilishmayapti. Hozir bilaman, eng qiziq joyiga keldi podkastda, lekin 20 sekund vaqtinglarni olaman. Agar siz yoki farzandingiz yoki abituriyentlar bo'lsa, hammanglarni bizani aqllilar jamoasiga qo'shilishinglarni va farzandingizni yoki o'zingiz bizani universitetga o'qishga topshirishinglarni istayman. Nega aynan bizning universitet, ya'ni Millat umidi universiteti? Chunki har bitta fakultetimiz xalqaro sertifikatlar bilan bog'langan. Moliya bo'lsa ACCA bilan, ingliz tili bo'lsa CELTA bilan, biznes bo'lsa PMI bilan, IT bo'lsa IC3lar bilan bog'langan. Bu sertifikatlar nima beradi desa, siz ertaga o'qishni bitirganingizdan keyin ish qidirib borgan paytingizga mani ishga ol deb emas, menga qancha pul to'laysan degan ma'lumot bilan borasiz. Agar siz aqllilar jamoasiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi havola va telefon raqam orqali bizga chiqishingiz mumkin va biz sizlarni kutib qolamiz. 10 baravar imkoniyat bor, lekin 10 baravar bosim ham bor. Nima uchun? Chunki biz o'sgan davrda biz faqatgina mahallamizdagi 10 ta qizga, 10 ta bolaga yoki bir 4-5 ta qarindoshimizgagina solishtirilganmiz, taqqoslanganmiz. Lekin hozir yoshlar televizorda bittasi chiqib keladi, shaxmat bo'yicha zo'r bo'lgan, yana bir inson chiqib keladi, sport bo'yicha zo'r, Instagramni kavlaysiz, men 16 yoshimda o'zimga mashina, men 18 yoshimda oyimga mamnaqa uy chiqib keladi. Buni ko'rgan ota-ona mana chiq tashab qo'yadi farzandiga. Ular hozirgi yoshlarda millionlab imkoniyat bor, lekin shu millionlab imkoniyatga yarasha ularning bosimi juda kuchli. Biz o'sha mashinaga, uyga yoki mana shunaqa muvaffaqiyatga erkaklar 30 yoshdan boshlab erishar edi. 30+ edi. Hozir siz 16 yoshli bola bilan gaplashing, kechga qolyapti u. U shoshyapti. Mani o'rtog'im mana qildi. Instagramdagi bir nima o'quvchilarim aytadi, ustoz ma'mur qarang, 17 yoshda men shu ishni qilib, men 1 yilga kechikdim deydi. 1 yil vaqting bor ekan-ku deb qo'yaman. Men 15 yosh bo'ladi, endi 1 yil. Men aytaman, yana 1 yil vaqting bor ekan, harakat qil deyman. Men hazillashib aytaman, lekin odatda o'zingni solishtirmasan, alohida yaratilgansan deb aytaman. Hech qachon hech kimga solishtirish kerak emas-da. Muvaffaqiyat kelaman desa, bir lahza ham yetarli-da. Bir lahza. Instagramda bitta bola mashhur bo'lib ketdi-ku, kiyim, musordan kiyim qiladigan bola. 1 oy, 2 oy ichida. Kelaman desa birdan kelib qoladi.
kerak bo'lsa o'sha mashina, uylar ham bir lahzada sotib olinadi. Bir necha yillar men o'sha aytgan qorong'ulik davrimda bizda ham hech narsa bo'lmaganda, shunday vaqtlar bo'lgan, to'yimga olingan tillalar, hamma narsani sotib o'qishimga to'laganman-da. O'qishim kerak, yo'q men o'qishim kerak, men baribir o'qishim kerak. Kitoblar olganman, har xil kiyinmaganman. Lekin ana o'sha ilm baribir bir kun gapiradi-da, bir kun gapiradi. Va hamma narsa birdan bo'lib ketgan. 3 yil oldin bo'lgan o'sha qorong'uliklar. 3 yil o'tdi. Lekin 3 yil ichida biz juda ko'p narsa qilib tashladik. Ham moddiy taraflama, ham o'zimni ichki ruhiy holatim, hammasida. Bo'laman desa 1 yil 2 yilda ham bo'lib ketadi. U uchun 16 yoshdan shoshish emas. Men shu uchun ham ko'pincha IELTS ga yoki multi levelga oxirgi daqiqada tayyorlanayotganlar imtihoni yaqinlab ketaman, chiq Instagramdan. Yo ustoz Instagramga biz ko'p kirmay, faqat sizni kuzatishga kiramiz. Yo meni ham kuzatma deyman. Mayli bir 100 ta like menda kam bo'lsin, meni ham kuzatma, chiq kerak emas. Nima uchun? Chunki bola bilmaydi bosim bo'layotganini. Biz oldingi davrda dars qilganmiz, charchasak uxlaganmiz. Haqiqatda uxlasak maza qilib uxlaganmiz. Hozirgi bolalar yotadi, Instagramda u mashina oldi, bunisi mamnaqa oldi. Chiqyapti. Bola uxlashi kerak, ana shu qilsa yotgan joyda o'zini bu hayotdagi eng keraksiz, eng muvaffaqiyatsiz odam deb hisoblab uxlaydi va shunaqa odam deb ertalab uyg'onadi. Instagramdagi noto'g'ri, o'zi ular hammasi sun'iy muvaffaqiyat, aksariyati. Lekin ular bu narsani tushunishni xohlamaydi. O'zlari tushunsa ham ota-onalar tushunishni xohlashmaydi. Mana men bu qilyapti degan narsa. Ana shunaqa darajada kuchli bosim sababli millionlab imkoniyatlardan birortasidan foydalana olishmayapti. Menga o'zingizniki qiziq bo'lib qoldi hozir. 2030 gacha planingiz qanaqa? Rejangiz qanaqa? Aytmayman. Endi hamma ko'rayotganlar amin deb turadi. 2030 gacha amalga oshirish imkoniyati oshadi. Hamma narsa aslida yashirin bo'lgani go'zal. Chunki o'zi aytilganda inson go'zal narsalarning buzg'unchisidir deb. Biz o'zimiz buzib qo'yamiz-da. Biz o'zimiz yo aytib qo'yamiz yoki kimgadir maqtanib qo'yamiz. Aslida bu narsani aytish mumkin emas. Lekin men o'zimni rejalarimga kelsak, men faqatgina bitta narsani bilaman. Men faqat rivojlanishim kerak. Men faqat kitob o'qishim kerak. Mana shu oy 3 ta kitob o'qigan bo'lsam, kelasi oy men 4 ta o'qishim kerak. Bo'ldi, men shu narsani bilaman. Moddiy narsadagi reja bo'lsa, men ularni hech qachon reja deb hisoblamayman. Ular shundoq ham bizniki. Shundoq ham. Uymi, mashinam, boshqam, ular shundoq ham biz uchun yaratilgan. Men moddiyatga hech qachon qaramayman. Endi 2030 gacha sayohatlarni rejalashtirganman. Aytib qo'yganman. Men eng kamida sen yaratgan eng go'zal tog'larni, eng go'zal dengizlarni ko'rishim kerak deb qo'yganman. Rejamda hozircha shu, aytilishi kerak bo'lgani. Zo'r, xayrli bo'lsin. Qolgani faqatgina o'sish. Menda bitta dard bor-da. Bu dard nima desa, bizning yoshlarimiz shu sabrni sal boshqacha talqin qilishyapti-da va bu sabrni, ya'ni o'tirsam, jim o'tirsam yoki hech narsa qilmasam, sabr qilsam shu narsani beradi degan tushuncha bor. Ya'ni rosa xohlardimki yoshlarga shu sabrni quntga o'zgartirsa-da, voy bir narsaga erishish uchun qunt qilsang, uni tagidagi sabrga erishasan deydigan strategiyani yoqish kerak va buni qanaqa virus qilib yoqsa bo'ladiki, shu hamma insonlar, yoshlarimizni shu sabr o'zi aslida qunt ekan. Bir narsani qilib oxirigacha yetkazib qunt qilishim o'zi asli sabr ekan degan narsaga olib kelish. Chunki bizdan hozirgi yoshlar aytganingizdek tez erishmoqchi, tez qilmoqchi va sabr yo'q va sabrdagi quntni unuting. U вообще spiskada ham yo'q. Men o'ylaganim aynan ilmda muvaffaqiyatli insonlarni, mana siz olib chiqyapsiz influencerlarni. Ana shundaylar ko'paytirish va ana shular haqidagi reelslar ko'payishi kerak. Shunda odamlar, demak hamma narsa sabrda orqasidan bo'ladi. Sun'iy narsalarga emas, haqiqatda tabiiy jarayonlarga ishonishni boshlashadi. Lekin hozirda jamiyat aynan qorong'ulikdan chiqib turib, endi rivojlanaman deganlarni bo'g'ishga harakat qiladi.
oddiy misol o'qituvchilikni boshlab Navoiyda dars berish, oldin Toshkentda dars berganman. Navoiyda dars berishni boshlab turib, endi Instagramni yo'lga qo'yishim bilanoq shunaqangi darajada toshlar otilgan. Nima? O'qituvchiligini qilsa bo'lmaydimi? Naborot qo'llab-quvvatlash kerak-da ularni. O'qituvchi darsda qilmaydi-ku blogini. O'qituvchini ham qo'shimcha vaqti bo'ladi. Kommentlarni o'qisangiz o'sha paytlarda shu ishni qilganingizdan ko'ra, undan ko'ra o'quvchilarga dars bersangiz bo'ladi. O'quvchilarga dars beryapmiz biz. Mana shuncha natija qilyapmiz-ku. Yo'q. Shunaqangi darajada bir muvaffaqiyatli inson chiqsa, uni bo'g'ishga harakat qilish. Nima qilsa shu ko'z ko'rmaydigan joyga ularni yo'qotish kerak-da. Bloklash kerak, ularni rivojlanishga qo'ymaslik kerak. Ularga podpiska ham tashlamaydi. Men ko'p ustozlar kuzataman-da. Shunaqa zo'r ustozlar, shunaqa zo'r dars beradilar deyman-da. Podpiskasi kam. 15 ming, 40 ming, 50 ming, 100 ming, 200 ming. Lekin qayerdagi PR bilan men mashina oldim, men uni oldim, hammasi aslida reels uchun bo'layotgan narsalarda o'sha blogerlarda 2 million, 3 million odam. O'shalarni fokusini biz influenserlarga qaratish kerak. Ustozlarga qaratish kerak, doktorlarga qaratish kerak. Bitta doktor chiqib gapirib chiqsa, kommentini ko'ring siz. Undan ko'ra davolasanglar bo'lmaydimi? O'zbekistonda meditsina deb boshlanadi gaplar. Shunaqa darajada negativ. Yo'q, naborot ularni ko'paytirish kerak. Ana shunaqa haqiqatdan ham o'zini kuchi bilan zo'r bo'lganlar, biznesmenlar, ularning fikrlari virusniy bo'lib, viral bo'lib tarqalishi kerak Instagramlarda. Bolalarning ko'z o'ngida. Hokim kelyaptilar bizni nimamizga, Navoiyda hokim aylanib yuribdilar, keyin prokuror keldilar, Toshkentdan kelishyapti, yana kimdir keldilar. Men Instagramda kuzatib turibman. Hammalari bitta joyga boryaptilar. Faqatgina bizda yoshlar markazi degan joy bor, faqat yoshlar markaziga boryaptilar. Haqiqatda kuchli odamni oldida yosh insonga siz bir speech qilsangiz, haqiqatdan maza qiladi. U oldiga juda katta maqsadlarni qo'yib chiqib ketadi o'sha joydan. Shunda qarayapman-da. Nimaga ular faqat yoshlar markaziga boradi? Nimaga tap etib maktablarga kirib bormaydi? Kirib borishsa ham, xususiy maktablar, qimmat chiroyli qilib qurilgan maktablar bor bizda. Shunaqalarga borishadi. Yo'llarni chiroyli qilib qo'yishadi. Yo'llarni bizni uyimiz yo'l ustida bo'lganligi uchun faqat balkondan narsani oldirtirishadi. Kimdir kelyapti. Yo'q, mana shunaqa influenserlar oddiy maktablarga borishga, oddiy institutlarga, kollej va texnikumlarga shunda kirib borish kerak. Shunda qamma qarash kerak. Wow. Odamlar shunday insonlarni hayotda ko'rishlikni orzu qiladi, yoshlar. Haqiqatdan mana shunday. Masalan, Muhammad Ali Shonqulovni Navoiyda juda ko'pchilik yaxshi ko'radi. Juda ko'p yaxshi ko'radi. Men o'zim ham o'quvchilarda o'sha speakingda gapirayotgan paytlarida, celebrity haqida gapirishga to'g'ri kelib qolsa, qara lekin qayerdagi bir qo'shiqchini aytib o'tirma. Muhammad Ali Shonqulovda gapir deyman-da. U kishi kim ekanlar deb qolganlar ham bo'ladi yoki haqiqatdan zo'rlan u kishi deb qoladi. Men juda ham xohlardim. Masalan, Muhammad Ali Shonqulov qanaqa darajada kuchli influenser kirib borsinlar deyman-da. Maktablarga shunda 1 soat vaqt hech narsa emas-da. Endi u kishi uchun vaqt tig'iz, bilaman. Lekin o'sha 1 soat ichida mana bu yoqdagi odamlar, bolalar shunaqa darajada katta maqsadlarni qo'yib chiqib ketadi. Bo'ldi, mana shunaqa bo'laman deb. Zo'r quruvchilar bor. Instagramda ko'ramiz. Даже ular Instagram ham yuritmaydi. Orqalaridan administratorlari, boshqaruvchilar yursa, ana shular kirib borsin. Ana shular hech bo'lmasa maktablarda bir haftada bir martagina katta influenserlarni chaqirishlik, ular bilan yoshlarni suhbat qildirtirishlik kerak-da. Yoshlar ularga qarab taqlid qilish kerak. Qo'shiqchi keladi Navoiyga, bizning hokimiyatimiz orqasida katta joy bor. Qo'shiqchi keladi, odam. Yurib bo'lmaydi. Men aytaman, bu aslida juda qo'rqinchli. Bu qo'rqinchli. Ana shuni o'rnida hozir bitta influencer kelsa nima bo'lardi? Madaniyat saroylarimiz bor. Deyarli har hafta konsertga kimdir keladi. Toshkentdan keladi, boshqa joydan keladi. Shuni o'rinda hozir mana shuncha katta madaniyat saroyida hozir bitta katta influenserni keltirib qo'yib, o'quvchilar maza qiladi-da. O'quvchilar maza qiladi. Haqiqatda xohlaydi shu insonni ko'rishlikni. Uni yana bepul qilib qo'ysa, davlat shu narsaga pul ajratsa.
mana shu maktablardan xohlaydiganlar mana shu madaniyat saroyiga borsa, masalan Muhammad Ali Eshonqulov keladilar bugun mana bu kishi keladilar deb qo'ysa. Haqiqatda bilmayman, kamida 5000 6000 odam yig'ilib ketsa kerak. Keraksa turib eshitadi, joyi yetmasa turib eshitadi, men ishonaman. Yo'q, anaqada o'tkazildi 2-3 marta o'sha biznes marafonlarda borildi har xil viloyatlarga. Aytganingizdek o'sha 3000 ta 5000 ta odam keldi va u to'xtab qoldi, ya'niki ko'proq amalga oshirish kerak ekan. Tushunay. Navoiydan boshqa viloyatlarga qaraganda o'qimishli anaqalar topda yuradi. Ya'ni ko'p holatda ko'raman. To'g'ri, endi Buxoro baribir nomer 1 deymiz. Xorazm adashmasam 2-o'rinda, lekin Navoiyda ham juda ko'p men bilgan rosa ko'p ilmli insonlar bor. O'tdan ham ko'p chiqadi, ya'ni Buxoro bilan birga yaqin baribir dentga bir deyman. Shunga o'zingiz tajribangizdan kelib Navoiy qaysi holatda bo'lyapti va qanaqa yordam berib, ya'ni 2030 gacha nima rejalaringiz bor deganda shu narsani nazarda tutadi. Endi shaxsiy mas'ul, lekin o'sha o'zingizni viloyatingizda qo'shayotgan hissingiz. Nega Toshkentga kelmadingiz? Nega Navoiyda qoldingiz? Nimalar qilmoqchisiz? Shu rosa qiziq bo'lyapti menga. Endi Toshkentga kelmaganligim sababli oilam o'sha yerda, turmush o'rtog'im bizneslari hammasi Navoiyda bo'lganligi uchun ba'zida Toshkentga kelgimiz kelib qoladi. Keyin yana ish sababli, o'qishini ishlari sababli Navoiyda qolamiz. Lekin men shu 10 kundan keyin qaytamiz. Yana O'zbekistonga o'shanda o'yladim. Bizda mana shunaqa podkast yo'q-da. Siz olib borilayotgan podkast yo'q. Men shu narsani o'yladim. Navoiyga borganda qilamiz shu narsani. Endi men o'zim qilmasam ham, chunki baribir ustozman. Men juda bolalarimni yaxshi ko'raman-da. Bunaqa narsaga vaqt ajratgim kelmaydi. Juda bolalarim bilan bo'lib qolganman. Shogirdlarimga aytib qo'yganman. Men kelishim bilanoq bitta ortiqcha profilimiz bor, 40 ming obunachisi bor uni. Ana shuni shunda o'zgartiramiz. Nomini o'zgartiramiz. Men o'sha rejamni aytib qo'yapman sizga. O'zgartiramiz, podkast qilamiz. Navoiyda shunaqangi darajada kuchli influenserlar bor. Haqiqatda shunaqa ayollarning katta bizneslari bor. Lekin ular birdaniga chiqib qolmagan. Ko'rgan odam mana shu kishi deb havas qiladi. O'sha kishiday bir daqiqada bo'lishni xohlaydi. Bir shu bitta ko'zini ochsa yumsa shu kishiday bo'lsa, yo'q, ular qancha qorong'u kunlar bosib o'tgan. Shogirdlarimga kecha yozdim o'zim administratsiya nimamga, gruppamga, ana shularni hammalarini gapirtiramiz deb. Shundoq kecha Millat Umidini Instagramini ko'rayotgan paytimda har bir influencerni kamida 4 ta 5 ta videosi qo'yilgan ekan. Ana shunday qilasizlar. Kamida viral bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa Navoiy ko'rsa, Navoiydagilar bir-biriga tashiydi-da, men bu kimnidir xolasi bo'lib chiqadi, kimdir opasi bo'lib chiqadi, hammasini olib chiqish kerak. Men shu narsani reja qildim. Hech bo'lmasa 15 kunda bir marta bitta mashhur insonni chaqiramiz deb turib. Bizda mashhurlar juda ham ko'p, lekin juda ko'pchiligi unaqa Instagram yuritib, o'zlarining muvaffaqiyatlari haqida gapirishmaydi. Men shu narsani o'yladim. Katta vrachlar bor, shunaqangi darajada muvaffaqiyatli. Shunaqa. Juda zo'r ustozlar bor. Katta biznes egalari bor. Navoiy juda ham boy shaharda. Shunaqa. Boy. Ana shu boylarni hammasini chaqiramiz. Chunki u boylar o'zidan o'zi boy bo'lib qolmaganda yoki otasini, mol davlatini ular otasinikini olsa, menimcha bunchalik muvaffaqiyatli bo'lmasdi-da. O'zlarining ham bilimi bor-da buni orqasida. Shunday ekan, hammasini yig'amiz, bitta hammasini xalqqa tanishtirib chiqamiz. Hamma shunaqa katta restoran borligini biladi. Ismini ham biladi, kimniki ekanligini, ismini biladi, lekin o'sha odamni hayotda ko'rsa tanimaydi. Yoki mashinasini ko'rgan, takoy mashinasida qop-qora tonirovka bilan o'tib ketadi, hayotda ko'rmagan. Mashina mana shu kishiniki deb qo'yishadi, lekin hayotda ko'rishmagan. Va juda bir kibrli, hech qayerda takoy odamlarni ichiga qo'shilib yurmaydigan odam bo'lsa kerak deb o'ylaymiz biz ularni. Lekin menimcha unday emas. O'zini bilimi bilan, o'zini mehnati bilan ko'tarilgan odamda baribir kamtarinlik birinchi o'rinda tursa kerak deb o'ylayman. Kamtarinlik bor joyda baribir ko'tarilish osonroqda. Hammasini gapirtirmoqchimiz inshaalloh. Zo'r strategiya. Hozir qarab turib haqiqatda Navoiyni yaxshi ko'rar ekan, Mohinur deb o'tiribman. Yaxshi ko'raman. Tug'ildik, o'sha yerda o'qidik. Hamma narsa zo'r. Odamlari juda ham yaxshi, juda ham mehribon. Hech qachon bir inson bir narsaga muhtoj bo'lsa, hech kim qarab turmaydi. Hamma yordam beradi. Hamma bir-biriga yordam beradi. Navoiy juda kichik, o'zi eng katta hudud, lekin shaharlarimiz o'zi kichkinada. Deyarli hamma bir-birini taniydi.
ko'chada ko'rsa qayerdadir ko'rganman deb o'tib ketadi. Albatta kimdir bilan gaplashsangiz qaysidir bir uzoq qarindoshingiz bo'lib chiqadi. Juda ham samimiy, kamtarin xalqimiz bor. Birovlarni gapirmaydi, ustidan kulmaydi. Men bu tumandan, bu mana bu tumandan deb turib izolyatsiya qilmaydi. Juda ham chiroyli qabul qilishadi. Men ketgim kelmaydi. Biz Navoiyni kichkina Toshkent deymiz. Toshkent kichkina variant. Haqiqatda rivojlangan, insonlari ham, shaharimizni o'zi ham juda ham chiroyli bo'lib boryapti kundan kunga. Tashlab ketgisi kelmaydi-da. Ob-havoni qanaqa tutsa bo'ladi? Dardingiz ko'rdimi? Ana shu ham yaxshi taraf bor-da. Men o'quvchilarga task yozdirayotgan paytda har doim shu mavzuni tashlayman. Ob-havoni nima qilamiz bolalar deb turibdi. Va o'sha brainstorming qilayotgan paytda aytaman. Menga hammasini pozitiv aspektlarini yozinglar deyman-da. Ya'ni o'sha ob-havo yomonligi uchun meditsinamiz ancha yaxshi rivojlanyapti-da. Odamlar kasalmi? Demak, ularni davolash kerak. Davolash kerak, bizga zo'r mutaxassislar kerak. Hamma narsani yaxshi tarafini qarashga harakat qilamiz-da. Bo'lmasa iloji yo'q. Haqiqatda har xil zamonda juda ham havo yomon bo'lib ketadi. O'zimda migren, birdaniga migren boshlanib ketib qoladi. Lekin mana shu narsa ham o'sha zavodlar ham biz uchun-ku. Biz uchun bo'lgandan keyin ozgina sabr qilishimiz kerak. O'tib ketadi. Endi Xitoydan olib kelinayotgan qanaqadir bir texnika, bir nima turmush o'rtog'im aytadilar-da, "Mana qilsa bo'ladi, mana qilsa bo'ladi" deydi. Unaqa narsalarga men aqlim yetmaydi deyman. Men faqatgina hamma narsani yo nimadir xayr bo'lishi kerak deb qarayman. Nimadir yomon narsa bo'lsa, darrov "Men buni qancha olib kelsa bo'lmaydimi? Buni qilsa bo'lmaydimi?" deydigan odam emasman-da men. Yo, nimadir xayri bor-da. Bo'lmasa shuncha odamga shu sinov berilmagan bo'lardi. Yo, nimadir xayri bor. Men faqat shunaqa tarafdan ko'ra oladigan insonman. Zo'r fikrlash strategiyangiz bor ekan. Men ko'rayotgan hammaga tavsiya qilaman, chunki bir inson 3 ta farzandi muvaffaqiyatli bo'lgan ekan, ham moliyaviy, ham aqlan, hamma narsada-da. Keyin bir inson so'rabdi-da, shu 3 ta farzandingizni muvaffaqiyatli bo'lishida nima qilgansiz desa, muvaffaqiyatli bo'lishida bitta strategiya qilganman, menimcha shu bo'lsa kerak degan. Nima strategiya desa, men farzandlarni hech qachon negativ fikrlamasdan har bitta narsani pozitivga qarash strategiyasi bo'lsa kerak degan javob hozir esimga tushib qoldi. Ya'ni sizni eng katta yutug'ingiz ekan deb qarab turibman. Shunday, hamma narsada har qanday bir oldingizdan muammo chiqqanda balki degan ikkinchi tarafni o'ylanglar deyman-da o'quvchilarga. Mashinada ketyapsiz, kimdir sizni siqib o'tib ketdi. Balki shoshayotgandir, balki onasi kasaldir. Yo'q, yetib olib so'kish kerak emas. Siqib o'tib ketdi, yo'q, nimadir bor, nimadir. U bo'lmasa shoshmasdi. Agar siz ana shu joyda ichingizdan advokatni yoqib turib, o'sha sizga nisbatan yomon narsa qilingan odamni oqlab qo'ymasangiz, kun davomida o'zingiz bilan urushib yurasiz. Ichkaridagi men bilan urushib yurasiz. Nima o'sha joyda urushib tashlamading, nima so'kib tashlamading deb turib o'zingiz bilan o'zingiz urushib yurasiz. Hamma narsani balki ikkinchi tarafi bordir. Ikkinchi taraf har doim pozitiv narsani aytish kerak. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Agar qotgan bo'lsanglar, voqealarni izohlarda yozinglar. Hali aytayotgan holatda biza yoshlarimizni aytamiz yoki ota-onalarni yoki o'sha o'zingizni o'qitish strategiyalaringiz hali aytganda, men ota-onalar bilan chunki suhbatlashaman deganingizda, demak haligi urayotgan holatda ota-onasi 100% biladi-da, aytaveraman. 100% biladi. O'zi tavsiya qiladi, qiling. Ana aytishardik bizdan davrimizda. Suyagi maniki go'shtsizligidan. Shunday. Ota-ona hammasi xabardor. Har doim aytgan gapim, men birinchi so'rayman. Hech qayerda kasaling yo'qmi? Hech qayering og'rimaydimi? Qo'ling, oyog'ing yoshligingda sinmaganmi? Yo'q. Soppa-sog'lom bo'lsa, bolalarni ham yo'qdan uraman. Qizlarni deyarli urmayman. Yo'q. Qizlarni ursam, shunday bitta uramanda, shunday bolalarga yomon qarayman. Nimaga ruxsat beryapsizlar deyman. Bolalarga, ustoz o'rniga meni uring deb boshlashadi. Buyoqqa keyin. Sen menga qarshi chiqasan deb turib, u keyin mendan battar tayoq yeydi.
qizlarni urishiga man oldindan bolalarga aytib qo'yganman. Man birdaniga jahlim chiqib ketib qolib, dars qilmasam, man qizlarni urayotgan bo'lsa, meni to'xtatinglar deyman. Ruxsat bermanglar. Ana shu san opang bo'lishi mumkin, singling bo'lishi mumkin. Ertaga keyin oilasida tayoq yeb kelsa, sen jimgina qarab o'tirasan, ruxsat berma deyman. Shuni urayotgan paytimda hammasi yerga qarab, ustoz urmang. Mendan qo'rqadi ham. Bolalarim, lekin himoya ham qilish kerak. Himoya qilmasa battar tayoq yeydi. To'xtang, hozir bitta fikr kelib qoldi-da. Bu qiz точно shaddod bo'lgan. Demak, yoshligida rosa to'polon qilgan va kalta yegan degan fikrim bor. Yo'q, hech qachon kaltak yemaganman. Unda nega urasiz? Yo'q, o'qish kerak. Ba'zida juda ham jahlim chiqib ketadi. Juda ham jahlim chiqib ketadi. Juda kuchli mehnat qilamiz. Shunday vaqtlar bo'ladi, kechasi 10 gacha, 11 gacha qolib ketamiz. Rezin qildiraman, listening qildirtiraman. Men shuncha harakat qilayotganimda, "San nimaga qilmaysan?" deyman-da. "Obke, kamerani o'chir" deyman. Birinchi kamera o'chadi, keyin armatura keladi. Keyin tayoq yeydi. Necha yildan beri dars berasiz hozir? 2017-yildan beri rasman dars beraman. O'quv markazida Toshkentda dars berganman. 2015-yildan boshlab o'sha o'qishdan yiqilgan yillarimdan boshlab kichkintoylarga dars berib yurardim. Kichkintoy ham unaqa kichkina 5-sinf, 6-sinflarga dars berib yurardim. Toshkentga kelganimdan keyin rasman ustoz sifatida dars boshlaganman. Qarang, salkam 9 yil bo'libdi-da. Hech sizga o'sha urgan bolangiz kelib, "Mani nohaq urgansiz" degan. Teskarisichi? Teskarisi bo'ladi har doim. Rahmat ustoz, rahmat ustoz. Даже ular rasmga tushirib qo'yadi qo'llarini, ko'kargan qo'llarini. Ha, ko'karadi ham. Ha, u birinchi ko'karadi, keyin u shishadi, u chiroyli bo'ladi u qo'llari. Men ota-onalarga aytaman, qarang siz qo'liga. Farzandingiz uyda o'g'il bolalar eng ko'pincha yengsiz yuradi. Yeng bilan kiyib yuribdimi? Значит, unda problemasi bor deyman. Qo'lida yashiryapti nimanidir. Qizlarning qo'li bu yoqdan uraman. Qizlarni qattiq urmayman lekin baribir ko'karadida, o'zi nozik qo'l bo'lgandan keyin darrov ko'karadi, rasmga tushirib qo'ygan. Sertifikat olganda birinchi sertifikatini qo'yadi-da, keyin mana shuning natijasi deb takoy qo'yib qo'yishadi. Lekin urgan odam biror marta nohaq urdingiz demagan. Chunki juda ko'p o'ylayman urushdan oldin. Juda ko'p o'ylayman. Yo'q, menda hozir shunaqa chustdi, shunaqa gapirib beryapsizki, bolalar o'zi keladiganga o'xshaydi. Vali uring debchi. Cho'z. Yo, shunaqa holat ham bo'lgan, ba'zi olib chiqqanim. Sizdan kalta mazaga o'xshayapti-da. Yo, ba'zi shunaqa holat ham bo'ladi. Armaturani shuni olib keladi. Ustoz, aybim bor deb urgan holat, shunaqa holatlar ham bo'lgan. O'g'il bolalar shunaqa qilgan holatlar bo'lgan. Yaqinda Muhammad Ali degan o'quvchim shuni olib keldi. Ustoz, uringda yaxshi, urmasangiz o'qimayapman deydi. Bu yoqqa dedi. O'zing olib kelding, bu yoqqa dedi. Kamerani o'chiringlar dedim-da, darrov urmadim, lekin nima muammo bo'lyapti deb gaplashdik. Birinchi gaplashamiz har doim. Siz o'quvchi bilan gaplashganingizdan keyin, u sizga dardini aytgandan keyin, siz unga yechim berishga harakat qilganingizdan keyin, siz shunaqa darajada uni yaxshi ko'rayotganingizni bilgandan keyin, siz uni ursangiz, ichida nafrat bo'lmaydi. Ichida sizni yomon ko'rmaydi-da. O'shani aytayapman-da, sizni yaxshi ko'rar ekan urishni. Juda yaxshi ko'radi. Juda yaxshi ko'radi. Ursam ham jim o'tiradi. Instagramga bitta videoni qo'yib yuborgan bolalarim, men sezmaganman, darsga kirib ketganman, qo'yib yuradi hammasini. Qo'yib yuborgan, chiqqunimcha 100 ming, 200 ming prosmotr bo'libdi, sразу 2-3 soat ichida mayli turaversin dedim. Yomon baqirib berganman, shu partdan g'illatib urib baqirib bergan videoyim bor-da. Bekor qo'yibsizlar, meni takoy yumshoq ustoz bo'ylardi odamlar desam, ustoz bunaqa tarafingizni ham ko'rsin deb qolishdi-da. Yo, vaqti keladi, birdan tentaga urib qoladi. O'zgartira olmadingiz, bu uradigan ayolga o'xshamayapti. Mayli, qolganlarni ko'raman-ku, o'tkazib yuborganmanmi yo? Yo'q, urganman. Siz hozir taxminan qancha talabalarga dars o'tyapsiz? Ya'ni shuncha paytgacha qancha talaba chiqardingiz va hozir qancha talaba sizni qo'lingizda dars olyapti? Ayni paytda offlaynda o'zida 180 tacha o'quvchi bor. 180, 200 atrofida. Onlaynda 2000 ga yaqin bor. Onlaynda 2000 ga yaqin bor. O'quv markazingizda otini aytib keting, bu uradigan ayol qaysi ekan desa bilib qolasiz. Mashhur Zafarjon Academy. Shunchaki o'zimizning ismimizga qo'yilgan. O'quvchilar bitta gruppada kerak bo'lsa 100 ta, 120 tagacha o'quvchi bo'ladi. Iltimos ketinglar deyman. Ketinglar, menda joy yo'q, turib eshitamiz deydi. Даже videolarimizni ko'rsangiz, majbur bo'lganman, administratsiyamdagi divanlarni olib kirganmiz biz. Divanlarni shu ko'tarib olib kirib, ataylab qo'yganman Instagramga bu narsalar. Divanlarni olib kirishadi, divanga o'tirishadi bolalar. Men xonani shunaqa qilganman, gilamlik, xuddi mana shunaqa gilamlik, yerga mamnaqasiga o'tirib olishadi. Kengaytirmaysizmi? Endi
bundan keyingi man hozir o'zi 80 kishilik joy qilib qo'yganman-da. Agar 80 kishi hozir 100 kishilik qo'ysam, 200 ta bola keladi. Zo'r-ku. Uni o'qitishchi, supportlash ularga. Bilasizmi, sizga darsingizga kelsa bor-ku, просто eshitib o'tirsa o'rgansa kerak deb qolaman hozir. Ko'pchilik shunday deydi. Ko'pchilik o'zi darsga kelganlar ham shunday deydi. Shunchaki biz o'tiramiz deydi, ustoz ilmi juda ham yuqumli deb aytadi. Chunki har doim hamma narsani duo bilan boshlayman. Darsga chiqishdan oldin bolalarning oldida duo qilmayman, chunki mumkin emas bu narsa. Mumkin emas bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin o'zim ichkari duo qilaman. Robbim, iltimos mana shu darsda meni bir chetga, men shaxsiy hayot, kimdir muhokama qilishlik bo'ladi. Qo'zg'ovchi savollar berib qoladi bolalar. Ustoz, siz men bu kishi mana bunaqa debdi degan narsalar bo'lib qoladi. Shuning uchun oldindan men ichkarida aytaman. Iltimos, meni ana shu bolalarimni vaqtini yeydigan noto'g'ri amal qilib qo'yishimga ruxsat berma. Faqatgina ilmimni yuqumli qil. Xohlamagan insonni iltimos mendan ketkazib, duo qilib keyin ichkariga kiraman. Maza qilib o'tiradi bolalar darsda. Ana shunaqa sevib kulib o'tiradi-da. Mesela kulgili narsa aytyapmanmi deb dars o'taman-da. Darsda yomon seryozni o'taman-da, lekin ular unaqa qarab turishadi. Ko'zlarini mo'ldir, o'g'il bola ham qiz bola ham. Sizda energiya beruvchi bor ekan-da endi. Bilmadim nima bor. Lekin Navoiyda hamma meni Erkatoy ustoz deyishadi. Erkatoy Gulchi ustoz deyishadi. Nega Gulchi? Juda ko'p gul keladi. O'quvchilarim ko'chada gul ko'rsa, ko'chadagi gulni olib menga olib keladi kerak bo'lsa. Lekin olib keladi-da. Men aytaman, qaranglar, mana shu gullaringiz bilan masala yaxshi munosabat qilmayman, lekin oldin aytib qo'yay deyman. Men bir institutda ustoz bo'lsam ekan, baho uchun qilsanglar, nima uchun olib kelyapsizlar deyman. Ustoz bir yaxshi ko'rishga ham qo'ymaysiz deydi-da. Ana shu juda ko'p gul keladi, juda ko'p. Даже bitirib ketgan o'quvchilarimiz ham boshqa davlatda hech xayol qilib qo'yganmiz, masalan, onlayn deyapsiz, lekin offlaynni bitta kiraman, 1000 ta odamga dars o'taman degan xayol kelganmi hech? Shu narsani o'ylayman. 1000 ta odamni ham men boshqara olaman degan narsa xayolimda bo'ladi. Shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman hozir. Men o'zim ham qila olsam kerak deb o'ylayman, lekin u 1000 ta odamni natijasini chiqarish muhimda ko'proq. Lekin bunaqa seminar qilsak, treyning qilsak, 1000 ta 2000 ta kelsa o'sha odamlar oldida bemalol gapira olaman deb. Sababini qilsangiz natija kelaveradi-ku. Shunday, lekin o'sha sababini qilishlikni o'quvchilarga o'rgatishlikka ba'zida bizning haqqimiz yo'q-da. Yana o'sha narsaga borib taqaladi. Mumkin emas degan narsa. Men birinchi navbatda o'zimni to'g'rilayman, o'zim duo qilaman, o'zim ishonaman, keyin kiraman. Iltimos ishonmaydiganni mendan uzoqlashtirib kiraman. U haqiqatda ketib qoladigan o'quvchilar bo'ladi. Ketganda ham hech qaysi yomon gapirib ketmaydi. Mohor Zafarjondan energiyasi juda ham kuchli, menga og'irlik qildi deb ketadi ba'zida. Bilim yoki e'tiborsizlik qilishda o'quvchi ko'p ekan deb ketgan odam eshitmaganman hech qachon. Sizni o'zingizning tajribangizdan kelib chiqib, umuman bolalarga, ayniqsa yoshlarga o'rgatilishi kerak bo'lgan eng muhim narsa nima deb o'ylaysiz? O'zini tushunish. O'zini topish. O'rgatiladigan narsa bilim, boya aytganimdek hamma joydan topiladi. Lekin o'zini topishni hamma o'rgatmaydi. Bola o'zini topsa, o'zini eshitadigan bo'lsa, bo'ldi, bilim o'zi kelaveradi. Chunki bizni miyamizni o'sha bilimni qabul qiladigan miyamizni Alloh yaratganda va u juda mukammal. Qachonki biz ana shu bilan gaplashishni, o'zimiz bilan gaplashishni o'rgansak, o'z-o'zi keladi bilim. O'zligini topish uchun nimalar qilish kerak? O'zligini topish uchun o'zini eshitishni o'rganish kerak. Atrofdan o'zini uzish kerak ba'zida. Va har doim inson o'ziga o'zi bitta gapni aytish kerak. Kimdir muvaffaqiyatini ko'rdingiz, kimdir 18 yoshda nimadir qilibdi, kimdir 16 yoshda nimadir qilibdi. Men alohida yaratilganman. Men boshqachaman. Men alohida yaratilganman. Men unga bog'lab qo'yilmaganman. Men unga qaram emasman. Men alohida yaratilganman. Bo'ldi. Ana shu paytda shundoq ichkarida huzur keladi. Tinchlanish keladi. Znash biz unga qarashimiz kerak emas, balki u yolg'ondir. Sun'iy narsadir. O'zimizga faqat. Men alohida yaratilganman. Alohida yaratildimmi? Demak, meni missiyam ham alohida. Balki ismlar ham rol o'ynaydi. Hozir aytib beryapsiz. Men qizim esimga tushyapti demoqaydir. Men alohidaman.
hech qanaqasiga deb turadi. Bekorga ism qo'yish farz amal emasda, ota-onaning farzi emas. Hali aytgan bir voqelikka savolim bor, ya'niki farzandlar bir kun kelib ota-onasiga qarab, siz meni eshitmagansiz, siz meni o'sha paytda noto'g'ri tushungansiz, man o'zimni yo'limda yurishim kerak edi, man o'zligimni topishim kerak edi va bu o'zligimni topishga siz ko'p xalaqit qilgansiz deb bola, farzand ota-onaga shunaqa demaslik uchun nima qilish kerak? Ota-onalar Ota-onalar farzandini eshitish kerak. Faqatgina uni boshqaruvchi bo'lish kerak emas. Yoniga chaqirishi, shunchaki san muvaffaqiyatli bo'lsang ham, bo'lmasang ham, erisha olsang ham, erisha olmasang ham, san meni farzandimsan, bo'ldi, shu yetarli. Asosiysi ichmayapsan, chekmayapsan, bo'ldi, shu yetarli. Sani yoshingdagi bolalar ichki ishlar bilan muammo bo'lib yurgani qancha, sani yoshingdagi qizlar qanaqa darajada kimlardir qo'lida o'yinchoq bo'lib yurganlar qancha. San alohidasan. San meni farzandimsan, bo'ldi, shu yetarli. San ertaga boy bo'lib ketsang ham farzandim bo'lasan, san bir kun faqirlikda qolsang ham farzandim bo'lib qolasan. O'zingni yo'lingni o'zing tanla deyish kerak. yana o'sha savol. Agar shunaqa bo'lsa, ustozlar tarbiyalash kerak. Nega unda uryapsiz, ya'ni qo'rqityapsiz bolani? Yo'q, bola qo'rqmaydi. Bola qo'rqmaydi. Bola qo'rqsa, toshni sizga kalta yegani keladi. Shunday. Shu uchun ham menga keladi. Agar bola kaltakdan qo'rqsa, u kelmagan bo'lardi. Baribir kaltakning orqasidagi qo'rquv bor-ku, qo'rqitish-ku. Nima deb qo'rqitish? Masalan, kaltakdan qo'rqishi. Yo'q. Sen nasibangga yarashasini olyapsan deb uraman. Aqling joyida, yo'lingni tanlagansan, katta erkak yoki katta bir ayolsan, bir jamiyatning katta qismi bo'lib turib, sen o'zing noto'g'ri bo'lishlikni tanladingmi? Javobgarlik bor. Baxtga deyman. Menda hozir shunaqa taassurot bo'lyaptiki, ota-ona emas, ustoz urgani manfaatliroq ekan degan fikr kelyapti. Ustozniki bir kun esdan chiqib ketadi. Lekin ota-ona qonda. U urishi mumkin emas ota-ona. Ota-ona urishi mumkin emas. Ya'niki siz ham farzandingizni o'zingiz urmaysiz-ku, lekin ustozga qo'yib berasiz. Ha, ustozga qo'yib beraman. Lekin unda ham o'sha katta 7-sinf, 8-sinfdan katta bo'lgandan keyin o'zini aqli bilan bilib turib xato qilayotgan paytda, o'zi biladimi bu o'quv markaziga kirish kerakligini, lekin astagina igrotekaga kirganda, astagina ota-onasini aldashni o'rgangan paytda tayoq yesa bo'ladi. Lekin hali aqlini tanimagan, masalan, 1-sinf, 2-sinflar u xatoligini bilmaydi-da, u xato qilishga ruxsat berish kerak. Qachonki xato qilsa, shuni xatoligini biladi. Hattoki meni farzandim issiq choyga qarab boraversa, so'nggi daqiqasigacha jim turaman. So'nggi daqiqasigacha. Shuni hozir ushlab ko'rsa issiqligini biladi. Shunaqa darajada qalbim tilinib ketadi. Lekin shu narsani bilish kerak deyman. Lekin bu degani endi ustiga to'kilguncha qarab turmayman, lekin ushlab ko'rish kerak-da. Men ushlataman, qo'lini orqasi bilan qilib. Ushatmang, o'zi ushlasin. O'zi ushlash kerak, o'zi sinab ko'rish kerak-da. Juda xavfli holatlar bo'ladi. Masalan, tog'larga chiqqanimiz boshqa joylarda men uni himoya qilishim kerak. Chunki men uni onasi yoki turmush o'rtog'im uni otasi, biz uni himoya qilishimiz kerak. Lekin boshqa paytda men himoya qilmayman. O'zi o'rganish kerak. Qayl. Chunki bunday narsada bola, katta bola, kichkina ushlab qolishimiz kerak. Katta bola yiqilyapti-da. Yiqildi. Siz uni ushlab qoldingiz. Kim yiqitgandi buni? Endi siz yiqitilganni ushlab qoldingiz. Siz kimni ishiga aralashdingiz? Yiqilgan emas, siz jabrlanuvchi bo'lasiz. Siz masalaga aralashib qo'ydingiz. Siz esingizdan chiqib ketdi, oddiy inson ekanligingiz. Yiqilsa yiqilsin. Turadi. O'rganadi. Yiqilganda ham yaxshi ko'raman bolamni. Bilasizmi, nima o'tyapti men hayolimdan? Shu ikkita farzandim Navoiyga olib bersam kelib turib. Bundan keyin hamma ota-ona shunday deb yozadi. Chunki men bu gaplarni Instagramda hech qachon aytmaganman. Instagramda hech qachon bu gaplarni aytmayman. Ya'ni o'quvchi, ustoz sifatida aytmayman. Hozir siz bu yoqqa meni influencer sifatida chaqirgansiz. Menimcha ustoz sifatida bo'lmasa kerak, chunki Instagramda ustoz sifatida kontentlarim juda ham kam. Yo'q, ustoz sifatida chaqirdim.
unda bu joydan qirqib tashlang. Yo'q, influencer deb anaqa qilib chaqirmadim. Influencerda ham ikki xili bor-da. Masalan, agar influencer deb olsangiz, karrasiga ko'pda ularni chaqirmayman, lekin aynan men talabalaringiz bilan sizni bo'lgan anaqangiz, atnasheniz meni anaqa jiz etdi-da, o'qitdim. Shunday. Hali aytganingizdek, ota-ona tarafidan bosim bor deb aytildi va bosimni ichida aksariyat holatda ota-ona natijaga urg'u beradi. Ya'niki bolani 5 oldingmi yoki altisdan palon bahoying chiqdimi degan natijani hisobiga qaror qabul qiladi. Ya'ni yo bosimni kuchaytiradi, yo bosimni kamaytiradi. Asosan prosesga qaratilmaydi. Ya'ni har bitta bolani qabul qilish qobiliyati har xil-ku. Kimdir tez qabul qiladi, kimdir sekin qabul qiladi. Lekin hali aytganingizdek, hatto kerak bo'lsa jussali inson kichiklashadi degan holat bo'ldi. Shu holatda baribir ko'p holatda biza katta yoshli insonlar shunaqa tarbiyada ko'tganligi uchun o'zi aslida ularga shunaqa tarbiya berilmaydimi? Ya'ni siz ota-onangizda holatidagi tarbiyani olgansiz va uni aksariyat holatda qo'llaysiz. Bu juda ko'p keladigan narsa-da. Oilaga qarasa aytadi-ku, menga ota-onasini ko'rsatdi, men bolasini kimligini aytaman deydi yoki xuddi shu misollar bilan bo'lgan paytda qanaqa bu inson o'zgarar ekan degan fikr bor. Ya'ni tarbiya o'zi shunaqa olingan. U nima qilsin? Ota-ona. Juda qiyin-da bu holatni o'zgartirish. Ana shu paytda men bola tarafdan gapiray. Bola o'sha payt nima deb o'ylaydi? Значит, men 5 baho olsam yaxshi ko'rilaman. Значит, men aytilsang 7 olib bersam men yaxshi ko'rilaman. Значит, hammaga manfaat kerak. Men kerak emasman degan narsa paydo bo'ladi. Shu uchun ham uni ayiltisini ichidir, lekin yo'lini topa olmaydi. Yoki yo'lini topadi, lekin o'sha ishini mazza qilib qila olmaydi. Charchagan. Chunki o'zini yo'lini topa olmagan. Ota-ona shunchaki farzandni qo'yib yuborishi kerak. IELTSdan 7 qilib beradigan ishni 5 ham qilib beradi. IELTS qilib beradigan ishni hozir multi level ham qilib beryapti. Qilib beriladigan yo'l topiladi. Agar bo'l deyilsa, IELTS bilan o'qishga kiraman degan joyda shunchaki ichki imtihon qilindi-yu, ichki imtihon orqali bola o'tib ham ketadi. Shunday holatda bo'lgan. Websterga IELTS 6.5 talab qilinadi, magistrga. Bir hafta qolganda ichki imtihon topshirib kirsangiz ham bo'ladi deyilgan. O'rtog'im shunday qilib kirdi. Ana shunday narsa. Agar unga o'sha Webster bo'l deyilgan bo'lsa, unga o'zi yo'l keladi. Lekin o'sha yo'lni tanlab kelayotgan itak yo'li qachonlar bor u yo'l. O'sha yo'lga kelayotgan paytda bolani ustiga ota-ona yukni tashab qo'ymasligi kerak-da. Baribir o'sha yo'ldan ketadi. Bola ota-ona naborot, men san bilaman har qanaqa holatda. Bo'ldi. Shunaqa holat bo'ldi. Bitta ona keldilar. Qizlari 4 marta yiqilgan multileveldan ololmaganlar, menga keldilar. Ololmaydi, bir shunaqa yomon gapiryaptilar. Men qizga chiqib turishni aytdim. Qiz chiqib turdi, farzandlari. Otasi yo'q ekanlar. Biz otasi vafot etganlar bepul o'qitamizda. Onasi o'sha paytda aytibdilar, o'zi otasi yo'qligi siz bepul o'qityapsiz deb gapirishni boshladilar. Ana shu paytda uje bolaga shunaqa darajada kuchli bosim ketdi-da. 10 kilo yuk oldida u qiz hozir. O'sha paytda sen chiqib turdi. Va ona shunaqangi bosim beryapti. Men buni otasi yo'q, o'zi zo'rg'a pul topyapman, zo'rg'a bilan o'qityapman, zo'rg'a sharoit qilib beryapman deb turgan joyda men onani to'xtatdim. Siz to'xtang. Bir qizingizni qo'yib yuboring-da. Qizingiz ko'chaga chiqib ketmadi-ku. Qizingiz yurib ketmadi-ku. Bu yoshdagi qizlar hozir shunaqangi darajada o'quv markazimiz yonida qorong'uroq joy bor-da. Juda yomon narsalar bo'ladi. Ko'pincha ushlab olishadi, boshqa qilishadi, videoga tushib qolgan holatlar bo'ladi-da. Men aytaman. Siz qizingiz shu holatda ushlab olinmadi-ku. Yiqilgan bo'lsa, ilmda yiqildi-ku. 4 marta yiqilmaydi, kerak bo'lsa 10 marta yiqiladi. 10 marta yiqiladi. Agar mana shu joyda eshitayotgan yoshlar bo'lsa, shu narsani bilishi kerakki, yiqilyapti. Bu yiqilish uchun emas. Zinashit bir kun kelib, shunaqangi darajada yoshlarni eng katta influencerga aylanadi. Yiqilganini aytib berish uchun. Kim yiqilmasdan katta bo'ldi?
qaysi zo'r odamni ayting, menga shunaqa darajada muvaffaqiyatga erishganini ayting, men bitta To'liq oyib ketganding. Kim? Hech kim. Значит, bu kimnidir hayotida bir kun burilish nuqtasi bo'ladi, turning point bo'ladigan inson bo'ladi. Kerak bo'lsa millionlab yoshlarni o'rtasida eng muhim insonga aylanadi. Onasiga shu narsani tushuntirdim. Siz hozir kim bo'lyapsiz, bilasizmi? Yiqilgan o'sha. Yiqildi, 4 martalab yiqilyapti. Siz hozir unga kechiring dedim. Siz uni taqdirini boshqaruvchi bo'lyapsiz dedim. Iltimos ona bo'ling bo'ldi dedim. Onasi hayron qolyapti. Men onalik qilyapman, o'qishga kirsin deyapman, o'qisin deyapman, bu qilsin. Iltimos deyotganingiz ichingizda deng va ichingizda ham hattoki chunki ona qoni-ku bola. Hattoki ichingizda ham zato bolam to'g'ri yo'lda yuribdi. U muvaffaqiyatli, u fitratda yaratilgan. U muvaffaqiyatli. Bizning atrofimizdagi ne'matlar, katta-katta kerak bo'lsa institutlar, pullar, muvaffaqiyatlar kim uchun? Men uchun. Biz o'zimizga o'zimiz zulm qilguvchi bo'ldik. O'zimizga o'zimiz qilyapmiz. Men qilyapman. O'zim, farzandim ham o'zim degani. Men qilyapman. Shu o'zimni to'g'rilayman. Deng tamom dedim. Onaga shu gapni aytdim. Ona hayron bo'ldilar, chiqib ketdilar. O'sha qiz 2-oyga registratsiya qilgan. U qiz faqat 49, ba'zida 48 oy. Shunaqa yiqilgan. Men aytaman 49-50 bilan yiqilishmasda, bu problema ketyapti, ichida, ongida ketyapti-da. Bosim bor unda qanaqadir. Bloklari bor bir dunyoni. Shunda 51 bilan o'tdi 10 kundan keyin. Agar u 65, 66 bilan o'tganda bu mo'jiza, bir 51 bilan o'tdi. Bu onasiga isbot bo'ldi. Va onasi keldi gul ko'tarib oldimga. Kelganlarda shunda ichkarida aytdilar. Men bolamni qo'yib yubordim dedilar. Men bolamni qo'yib yubordim. Sog'ku, tirikku. Men buni orqasidan o'quv markaziga kelyapman. Reanimatsiyaga emas-ku dedim. Men qo'yib yubordim farzandimni. Bo'ladi. Bo'lmasa nima bo'pti? Bo'lmasa ham men farzandim-ku. deb aytdim va qo'yib yubordim. Ustoza deyaptilar. Bu joyini men bolalarga aytdim, Instagramga qo'ymaylar dedim, chunki bolalarimiz faqat kamerada yuradi bizda. Shunaqa kameramen bor bizda, faqat kamerada yuradi. U joyini qo'ymanglar dedim. Ona shunday dedilar. Va ichkaridagi o'quvchilarga ham kirib aytdilar. Hamma kimdir sizga bosim o'tkazmoqchi bo'lsa, faqat o'zingizga ishoning, tamom dedilar. Ona ichkariga kirib bolalarga shunday deb chiqib ketdilar. Ana shunday narsa. Ota-ona ko'pincha bolasini yomon ko'rgandan emas, bolasiga muhabbati kuchliligidan muhabbatni bosim qilib yuboradi-da. Oddiygina kecha Malta-levelga imtihonga kirib chiqyapman, shundoq qarayapman, katta-matta bolalarni, qizlarni ota-onasi olib kelgan. Xo'p, to'g'ri, boshqa viloyatdan kelgan ota-onasi bilan kelgan bo'lishi mumkin. Lekin mana bu mahalladan ota-onasi bilan kelib nima qiladi? Ota-ona kirayotgan paytda zo'r qilasan, men senga ishonaman degan gapi ham 2 litrlik suvdek bosimda. Voy, menga ishonyapti, hozir men kalla qo'yaman. Listeningga kiradi, bo'ldi. Tushkunlikka tushdi. Listening sal qiyin tushdi. Bo'ldi, bola tamom. Endi readingni ham ishlamaydi, endi writingni ham yozolmaydi. Ota-ona shunchaki uyda bo'ldi, boraver. Nima bo'pti? Bu oddiy narsa hayotingdagi. Oddiy imtihon. Bu hali kichkina imtihoncha. Hech narsa qilmaydi. Ololmasang ham farzandimsan, olsang ham farzandimsan. Baribir men seni yaxshi ko'raman. Yiqilsang ham hech narsa qilmaydi. Men dadam shu gapga qilganlar. Dadam har doim shu gap aytganlar. Meni qizim o'sha 2-yil o'qishdan yiqilganimda shunaqa yig'laganman, o'zimni aybdor his qilganman. Chunki 1-yil $8,000 topib bera olmadik. 2-yil esa 2-yil ham uddalay olmadim-da. Endi ichimda qolib ketdi o'sha payt tarixga isbot qila olmay qolganman, hech kimga aytmaganman. O'zimni ichimda qolib ketdi, ham ustozimning oldida. Chunki tarixdan 32-33 tashlardim-da, 36 talikdan. Ichimda qolib ketdi. Dadamga ham qara olmayman, dadam ishdan kelishlari kerak. Nima deyman dadamga, nima deyman degan joyimda dadam shunday ishdan keldilar-da, shunday quchoqlab turib, mana shunaqasiga quchoqlab oladilar, hozir ham shunday quchoqladilar-da. Meni qizim o'sha 3200 odam topshiruvdi o'sha yili. O'sha 3200 tani ichida men o'qiyman deb turganini o'zi menga kerak. Sen shuncha odam ichida eding, yiqilganda ichida bo'lasanmi, kirganda ichida nima farqi bor? Zato sen o'qiyman deganlarning ichidasan-ku deganlar dadam. Shuna qaraganman-da. Dada rostdan gapiryapsizmi? Kelasiga Navoiyga topshir deb qolmaysizmi deganman. Yo'q deganlar. Keyin men o'zim 3-yil qo'rqqanman, Navoiyga topshiraman deb turgan joyimda dadam shunday qarab turib,
Sen kimdan o'rgangansan bilmayman gapingdan qaytishlikni, onang unday emas, men bunday emasman. Toshkent dedingmi, Toshkentga kirishing kerak endi deganlar. 3-yil keyin dadam o'zlari olib kelganlar Toshkentga. O'zlari tashqarida kutib turganlar. Men 3-yil kirganman. Dadam har doim aytadilar, shu men borsam, men qadamim Rostdan shunaqa bo'lgan. men qadamim yaxshi keladi qizimga deydilar-da har doim. Shunday deyman. Chunki dadam duo qilgandan keyin men nimadan qo'rqaman? Onam duo qilib turgandan keyin nimadan qo'rqaman? Ilm yo'lida bo'lgandan keyin nima bo'pti yiqilsam? Akalaringiz, singillaringiz bor? Ha, bor. Bitta ukam, bitta singlim bor. Nima qilishadi ular? Ukam o'zimda ishlaydi, ham ingliz tilini o'rganadi. Singlim hali 11-sinf prokuraturaga topshirmoqchi. Nimaga? O'sha yuridiskiga topshirmoqchi. Umuman qo'rqmaydi yiqilishdan. Har zamonda sen o'qiyapsan, nechta chiqyapti, seni OGPing deb so'rasam, yiqilsam nima bo'ladi? Hech bo'lmaydi deydi. Yana o'qiyman deydi. Shaddod 2mi? Shaddod 2. U mendan ham shaddod. Hech narsadan qo'rqmaydi. Ukam ham hech narsadan qo'rqmaymiz. Lekin men sizni yana bir 2030larda chaqirib gaplashmoqchiman deydi-yu. Aytmadingiz, qoyil. Lekin rosa ko'p rejalaringiz borligini sezdim. Bilasizmi nima? Insonlarda energiya beruvchi insonlar bemalol o'sha 1000 ta odamning orasida ham o'sha qiymatda o'sha energiyani bera oladi va u sizda bor ekan degan fikr keldi. Shunday. Qiling uni. Qilishimiz kerak. Hozir kirayotganimizda shogirdim aytdilar. Ustoz Toshkentda nimadir qilishingiz kerak. Bir kattaroq seminarmi, treningmi qiling dedilar-da. Yaqinda mashhurroq o'quv markazi chaqirgandi bizni seminar treningga. Keyin bir paytlar o'sha joy meni ishga olmaganda. Bir paytlar shu yoshligimda student bo'lib kelganman, kontraktga kirganman o'qishga jahon tillariga. Kirgan joyimda men kelganman, jussam ham kichkina bo'lgan, o'zim ham kichkina bo'lgan, ryukzaklar, krossovkalarda kelganman, bir o'qituvchiga o'xshab kelmaganman-da. Kelgan joyimda shunday qarab turib, biz sizni chaqiramiz deganda chiqarib yuborishganda, juda qattiq o'sha o'quv markazidan xafa bo'lib chiqib ketganman o'sha paytlar, o'z davrida. Va o'sha o'quv markaz bir necha yillardan keyin, balki ular meni o'sha chaqirayotgan odamlar men o'sha paytlar borgan bilmaganamdir, o'sha o'zini xodimlari sezgandir faqatgina. Lekin meni qalbimda qolib ketganda shu narsa. Chaqirishdi, bolalarimiz, administratsiyamdagilar hammasi boraylik, bu hozir Toshkentdagi eng zo'r joy. Ko'nglim bo'lmayapti dedim. Rad etdik. Qanaqadir ham bilmadim. Lekin sizni universitetga chaqirish niyatimiz bor. Bizning universitetimiz bor, Millat umidi. Aynan unga kelib bitta master klass o'tkazib berasiz. Bizda qizlar ko'p, ya'ni aynan ILT fakultetida juda ko'p yoshlarimiz bor, ularga katta energiya bera olayotgansiz degan fikrdamiz. Yozib qo'yasizlar. O'zi ko'pchilik Millat umidi universitetidan yozishdi kecha. Bizani joyga kelasizmi? Ha, bizani joyga kelasiz. Men kecha aytdim-da, biz Millat umidiga chaqirildik va biz boryapmiz deb yozgandim. Ko'pchilik bizga kelasizmi? Soat nechida deb qolishdi. Ish qilmaydi значит ko'pchilik. Hozir ham rasmlarga tushdik tashqarida bolalar bilan. Ish qilib Allohga hamd aytaman. Faqat va faqat shunday yaxshi inson sifatida, ustoz sifatida insonlarga aziz qilganligi uchun. Shunchaki oddiy bloger, blogermi? Ha, o'sha deb prosta qo'ymayotganligi uchun. Обязательно ko'chada ko'rsa, yugurib kelib, ustoz deb ketishadi-da. Aytayapman-ku, men juda erkatoy ustozman. Va bu narsani men followerlarim ham sezishadi. Sezganligi uchunmi ko'chada ko'rsam ustoz deb erkalanib kelishadi-da. O'g'il bola, qiz bola hamma. Hozir ham vaqtidan oldin kelgan ekanmiz. Aylanib keldik korzinkagacha. Juda ko'pchilikda ustoz mana shunaqa qilib yurishibdi ko'chada. Men juda ham xursand bo'ldim. Biz ham xursand bo'ldik. Xush kelibsiz. Ana aytadi-ku, asalli ham ozi shirin deydi-ku. Har doim nima ekan bo'lib qoldi deb qilishadi, lekin uzog'i ham ko'p o'zi, lekin ozi ham shirin. Shuning uchun kelganingiz uchun kattakon rahmat. Lekin albatta sizni yana chaqiramiz degan niyatdamiz va unda o'sha endi qilgan ishlaringizni 2030gacha gaplashamiz, sarhisobini gaplashamiz. Lekin yaxshi strategiya, ya'ni aytmasdan turib qilish ham amalga oshirish imkoniyatlarini oshiradi va o'ylagan, niyat qilgan narsalaringizga Alloh yordamchi bo'lsin, erishing. Rahmat. Juda ham bizani xo'p deb kelganingiz uchun kattakon rahmat. Talabalaringizga
muvaffaqiyat tilaymiz, Katta o'zingizga muvaffaqiyat tilaymiz, oilangizga, hamma qilayotgan ishlaringizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Xursandman. Sizlarga ham rahmat. Men ham juda ham xursandman. Jahon beshigini tebratib qo'ygan, ilmu irfon nurin qaratib qo'ygan, olamni o'ziga qaratib qo'ygan, shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Tomirimda oqar baholar qoni, kim bilmas Xorazmi ibn Sino. Tog'lardan balanddir shavkatu shoni, shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Namin eshitganda tik surib dunyo, Beruni bobomga aytar tasanno. Ko'ksimda iftixor, boshimda humo, shu buyuk millatning umidiman men. Zamahsharilari zehnin ko'rsatgan, arablarga arab tilin o'rgatgan, ilm cho'qqisiga bayroq o'rnatgan, shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Eslasa titraydi hamon, temir qilichdan qoldik deb aman. 27 taxt sohibi Xoqon, shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Amerika uchar fazoga sho'ng'ib, Shoh Ulug'bek yozgan kitobni o'qib, bas yetar turmayman bir chetda qo'rqib, shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Jadid bobolarim, oydin zotlarim, ochilmay yulingan iste'dodlarim, bo'g'zimni kuydirar ohudodlarim, shu buyuk millatning umidiman men. Menga yordir omad, men bilan iqbol, hali 7 iqlim qolar hayron lol. Ey dunyo, boryapman, meni qarshi ol, shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. O'tgan kunlar endi tarixdir beshak, bu vatanga yangi daholar kerak. Meni chorlamoqda nurli kelajak, shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men.